البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب به قام ميزان دين الرسول ودانا به العجم بعد العرب. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب به قام ميزان دين الرسول ودانا به العجم بعد العرب. فيا علما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب سبقت الأئمة فيما جمعت وفزت على زعمهم بالقصب. فأعطاك مولاك ما تشتهيه وأجزل حظك فيما وهب. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدرا وجعل لكل قدر أجلا وجعل لكل أجل كتابا. Bugün Ramazan'ın birinci günü Allah'ın fazla ikramı bilen İmam Buxari rahmetullahi aleyhinki Sahih Buxari namlıq en meşhur kitabını ders kılıp okumak bulavatımız. Allah subhanahu ve taala bizi arzu nişanlarımızga yetkizsin. Allah taala bu kitaptan faydalanğılı ve şundaqla milletimizge bir zahire bir kelgüsümüz için bir meşhur qıp bergen Allah subhanahu ve taala nisbet etsin. Biz bugün İmam Buxari rahmetullahi aleyhinki hayatı bilen kısaca tanışıp çıkımız. Birinci dersimiz başından başlandı. Avvalen İmam Buxari rahmetullahi aleyhinki üsüp yetilişi hakkında tanışıp çıkaylı. İmam Buxari'ninki asli ismi Muhammed ibn İsmail el-Buxari. Bu adam Hicriye 194 yılı, miladi 810 yılı 6. ayının 20'sinde tuğulgan. Bu adamninki tuğulgan jayı bugünkü Türkistan zeminlerden Özbekistan'daki Buxara şehrinde tuğulup şu yerdə özünki atanın ismi Nait deyildi. Şu jutnikki ulamalardan sanıldığan bir ailede tuğulgan. İmam Buxari'ninki dadısı baldırlam ölüp ketken bulup İmam Buxari özü kichik yetim qilib qolgan. Şunun için İmam Buxari'ni onasi beqib cho'ng qilgan. İmam Buxari'ninki kichik vaqtida ko'zi sal ko'mas bo'lib qolgan ekan, ya'ni ko'zi sal og'rib degandek. Shundan bilan bu onasi davomli duo qilib, yig'lab, ko'p duo qilaveribdi. Bir kuni tushida İbrahim alayhissalatu vassalamni ko'ribdi-da. İbrahim aleyhisselam bu İmam Buxari'ninki onasiga mundaq debdi. Seninki ko'p yig'ilishing, ko'p duo qilishing sababidan Alloh taolo o'g'lonning ko'zini qaytirib berdi deb shuni yog'i ko'z ko'rdigan bo'lgan deydi. Buningdan qarag'an vaqtida İmam Buxari'ninki onasi nihoyat taqvo, nihoyat solih ayol ekanligi kelib chiqdi. Ko'rinib turibdi. İmam Buxari o'z kichikdan nihoyat ilmni yaxshi ko'rdigan. Şu küçük vaqtida özünki şu jutida Buxaradagi kichik madrasalarga kirib, şu yerda Qur'oni Karimni yodlab, o'z zamonasiga tanishib bo'lgan kitoblarni o'qib, 10 yoshga kirgan vaqtida bu odam Qur'oni Karimni yodlab, hadis yodlashni boshlab bo'lgan bu odam. Kichikdan bu hadis yodlashga otlanib, bu hadislarniki sahih hadis, zaif hadis qatorliq turlarga nihoyat bek ahamiyat bergan kichikdan. Şu Buxaradagi bir qism Abdullah ibn Mubarak va ibn Jarrah deydigan şu meşhur hadis olimlarining kitoblarini Buxarada yodlab o'qib bo'lgan bo'lib, 16 yoshga kirgan yili, Hijriyaniki 210 yili Buxaradan hajga safar qilib chiqdi. Onasi o'zining oqsi Ahmad bilan birga. Bular hamda hajni tugatib bo'lgandan so'ng onasi bilan oqsi Ahmad O'zbekistonga Buxaraga ketadi. Lekin İmam Buxari rahmetullahi alayhi Mekke'de, Medine'de şu yerda turib, şu jarayonda hem ilim o'rganib, hem hadis şu vaqtdagi Medine'ninki, Mekke'ninki katta olimlardan hadis o'rganadi. Şu aralıqda o'zinki bir qism kitoblarni yozib chiqqan. Şu vaqtda 18 yosh İmam Buxari rahmetullahi alayhi. İmam Buxari ham ilim o'rganish uchun nurg'un shaharlarga borgan. Şu vaqtda İslamiyatninki eng poytaxt ilim merkezleri bo'lgan shaharlarga berib, shu yaniki katta ustozlardan ilim o'rgangan. Masalan, Balax deymiz, hozirgi Afg'onistondagi Kabul, Marva, Ray, Tehran, Herat deymiz, bu Afg'onistonning shaharlari. Nishapur, bu Irondagi mashhur shaharlar. Shu shaharlarga borgan.
Hatta hem de Şapırgı bağa vaxtları 15 yaşken. Yani özünki işte küçük beytli. Anda Mekke, Medine, şu yerlere birip şu yerden ilim öğrengen. Irak mesela, Irak'taki şehirlerden Bağdat, Vasit, Kufe, Basra, Şam, Demeşik, Esqalan, hatta Mısır'a mı birip şu devirindeki katta ulemalardan ilim, hadis öğrengen, ilim öğrengen. İkincisi İmam Bukhari'ninki ustazları. Bu adamdaki ustazları kim o? Bununla tanışıp çıkaylı. İmam Bukhari özünki tilinden aytgan sözüde, özü yazgan sözüde men 1080 adamdan hadis yazdım deydi. Bularning hemmisi hadis alimleri edi deydi. Demek İmam Bukhari'ninki mesela fiqh, ondan başka nahv serif deymiz. Bu alimlarni sanamagan. Fakat hadis alimleridan 1080 adamdan men hadis yazgandim deydi. Demek ustazına ait köp kişi ekan da bu. İmam Bukhari'ninki meşhur ustazlardan mesela Ali ibn Medine deymiz. İmam Bukhari'ne ait köp tesir uçuran alim bu. Ondan başka İmam Ahmed ibn Hanbel, İshaq ibn Rahavi, Yahya ibn Ma'in, Fezl ibn Dakin degandek alimlar. İslam tarixida alimlar şu İmam Bukhari'ninki ustazlarını sanab şu maxsus İmam Bukhari'nin ustazları deb şularniki bunda tabaqasini, derecesini ayırıp bölüp şu asasda kitap yazgan alimlarımız nəhayət köp. Bunlar elif ve tertip boyunca yazılgan bu adamdaki ustazları. Biz hazır fakat şu en meşhur ustazlarını bayan kılıp öttük. İmam Bukhari'ninki üçüncüsü hem de şagirdleri. Bu adamdaki şagirdleri qanday kişilerdi yoki qanchalik adamlar bu adamdan ilim öğrengen degan mazmun kelsak, bir qism olimlarniki ko'z qarashicha mesela her biri mesela şu Bağdat'a kelgan vaqtida İmam Bukhari Bağdat'daki ilim sorununda bir qism olimlar 20 ming odam dars tanışıgan debdi. Ba'zilar 90 ming odam tanışıgan debdi. İmam Bukhari'ninki Sahih Bukhari nomli kitobini. Demek İmam Bukhari'ninki shogirdlari bunun qargan vaqtida ait köp. Hatta bunu sanab bo'g'il bo'lmaydi debdi bir qism olimlar. Mesela örnek sübtide İmam Muslim bu adamdaki yani şagirdi bo'ladi. İmam Nesai deymiz. Bu adamın şagirdi. İmam Tirmizi deymiz. Bu kişi şagirdi bu adamdan ilim öğrengen. Abul Qasim Bagavi deymiz. Bu kişi meşhur hadis alimlerinden biri de. Ma İmam Bukhari'den hadis öğrengen meşhur hadis alimleri. Fakat bunu örnek sübtide bayan kılıp öttük. Ebu Zeratur Razi deymiz, Ebu Hatim Razi deymiz. Bunların hemisi İmam Bukhari'ninki şagirdleri. Ebu Bekir al-Ayun degan bir alim bundaq debdi. Biz İmam Bukhari'den hem de bir alimninki eshikdan oldida turib şu adamdan biz hadis yazgan deydi. Hadis so'zlab bersa biz yozatdik deydi. Şu vaqtida o'zlarida tukum chiqmagan odam ekanda, bola ekanda. Şu vaqtda siz qancha yosh deb so'rasak 17 yosh deb javob bergan deydi. Demek İmam Bukhari rahmetullah alayh 17 yosh vaqtida mesela müşta ta'sir ko'rsatgan demakchi-da shu vaqtdagi bütün İslam dunyosidagi mashhur olimlarga bu adam hadis ta'limoti haqida bu adam ilim bergan hamda. To'rtinchisi hamda bu adamniki kitoblari. Bu adam hamda qandaq bir kitoblarni yozgan deganda eng mashhur kitobi Sahihul Bukhari. Mana biz shu o'qimoqchi bo'lgan bu kitob İslam dunyosida mutlaq ustunlik ega kitoblarniki biri. Qur'oni Karimdan qaslam eng sahih kitob deb ta'riflangan. Bu kitobni yozuvchi İmam Bukhari rahmetullohi alayh 16 yil vaqtini sarf etgan. Bu kitobning yozilishiga ustozi Ishaq ibn Rahaviy sababchi bo'lgan. Bu Ishaq ibn Rahaviy degan olim o'zining shogirdlari bor joyda Peygamberimizninki eng sahih hadislarini qisqa bir kitob qilib yozib chiqqan bo'lsangchi shogirdlarim degandiki mushu gap bek ta'sir qilib men darhol mush kitobni yozib tutish qilgan edim deydi. İmam Bukhari'ninki bu hadis kitobida tekrar hadislarni aytib ko'p. Tekrar hadislar bo'lib 7593 hadis bor. Bu Muhammed Fuad Abdulbaqiyninki sanagan ma'lumoti. İmam Bukhari ham Sahih Bukhari'ni yozishda 600 ming dona hadisni tanlab, shu 7593 hadisni yozib chiqqan.
Demek bu adam hadislerini tanlashda, yezishda inchga, tafsili to'xtalganda. Ondan başqa Adabul Mufrad degan bir kitob bor. Mesela namozda rafuliyada qilmamliq degan kitob bor. Musnad Kabir, Mabsut, Vihdan, Fawaid, Ilal nomli kitoblari. Bu kitoblarning jiqlari yo'qolib ketgan hamda. Tarix jihatdan yozgan kitoblar natijaq. Tarix Kabir deymiz, Tarix Avsat, Tarix Sag'ir, Zuafa al-Kabir, Kuna qatorliq. Buning hammasi hadis ilmiga munosabatlik tarix nuqtasiga kitoblar. Tefsirdimi kitap yazgan bulup, mesela Tefsirul Kabir namlıq bir kitabı var. Lekin bu kitap yo'qolib ketgan ekan. Ondan başqa mesela bendelerning qilmishlari maxluqdir degan mazmunli bir kitap yazgan. Bu ayni vaqtdagi shu aqida to'g'risida yozgan kitap bo'lib, ayni vaqtida islom dunyosini qoplagan bir qism shu aqidaviy ko'z qarashlarga qarata raddiya yozilgan. 5-incisi hamda İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi o'zining hayotida uchragan nihoyat ig'ir musibatlar, aziyatlar. Bu adam hayotida nihoyat ig'ir aziyatlardan ko'zi ko'ringan aziyatlardan 2 qitim aziyatga uchragan hayotida. Birinchisi İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi islom dunyosining ayni vaqtidagi ilm markazlaridan Nishapurga kelganda, Nishapurga kelgan vaqtida Nishapurliklar bu yerda nihoyat nurg'un madrasalar, nurg'un maktablar bor. Bular İmam Buxoriyninki ismini anglab, kelganligini anglab, shu qichir eshakdan boshqa, piyodadan boshqa 4000 otliq odam kutib olgan ekanda. Shu necha kilometr yergacha berib bir İmam Buxoriyni kutib olish uchun. Shuningdek bu Nishapurniki shu vaqtdagi ulamolari bir oz bu odamga hasad qilib, shuningdek bir adovat urg'unib terib qo'yishga sabab bo'libdi. İmam Buxoriy Nishapurga kelgandiki, bu Nishapurdagi butun ahli ilmlar, shogirdlar, hammasi o'quvchilar İmam Buxoriyniki huzuriga hadis o'rganish uchun berib olibdi-da. Berib olgandan keyin Nishapurdagi bir qism ulamolarniki huzurida shogird qilmoqan. Bo'libmi Muhammad ibn Yahya az-Zuhali degan Nishapurdagi katta ulamosi bor. Nishapurda hamda shu podshohdan kattaroq hurmat sazovarga ega, gapini aytdi to'liq, aytdi o'tadigan, bu odamning ijtimoiy o'rni va ilm jihatiga bu odamniki ortiqchiligi aytdi zo'r. Shuningdek bu o'quvchilarning hammasi bu Muhammad ibn Yahya az-Zuhalining qishidan qolmay İmam Buxoriyning qishiga ketgandan keyin azroq bir hasad kirib, shuning sababidan bu İmam Buxoriy to'g'riliq fitna fasod qilishga boshlagan bu yerda. Bo'lib masalan Qur'on maxluq emasmi, shuni so'rab boqinglar yoki shuni so'rash orqali shogirdlar masalan shu so'zdan fitna tug'dirib mushtariyanda İmam Buxoriyni qarlash uringan Nishapurliklar. Bu Qur'onni maxluq deydi ekan bu deb mush İmam Buxoriy ustidan fitna fasod tug'dirilib, shundan Nishapurdagi nurg'un shogirdlar, o'quvchilar İmam Buxoriyninki so'rini tashlab chiqishga majbur bo'lgan. Bu hamda Muhammad ibn Yahya az-Zuhalininki tuhfasi bu fitnaki sababchisi mushada. Bütün Nishapurniki shu vaqtdagi ilm ahllari endi Muhammad ibn Yahya az-Zuhalininki gapiga kirib İmam Buxoriyni tashlab, İmam Buxoriyning so'rinda adam qolmagan. Faqat İmam Buxoriyninki so'rinda qolib qolgan kishi İmam Muslim. İmam Muslim rahmetullohi alayhi nihayatda İmam Buxoriyninki bak qadrini, hurmatini qilgan bütün kishilar İmam Buxoriyni tashlab chiqib ketgan bo'lsa, Nishapurda İmam Muslim qatdi minut sekundmi degandek İmam Buxoriyniki yenidan huzuridan qatdi ayrilmagan. Hamda İmam Muslim Muhammad ibn Yahya az-Zuhalininki qo'lida o'qiydi bo'lmasa. Bir qatorliq so'rinda Muhammad ibn Yahya az-Zuhali bizning so'rinimizga kelgan kishilar Qur'onni maxluq demaydiganlar bo'lish kerak. Agar maxluq deydiganlar bo'lsa, bu odam bizning so'rini o'tamiz degandan keyin İmam Muslim qo'poplam o'ziniki bijasini elib Muhammad ibn Yahya az-Zuhalininki so'rindan ketgan tashlab. Endi demak, mushunga o'xshash fitna fasodlar İmam Buxoriyniki Nishapurni tashlab chiqishiga sababchi bo'lgan. Oxirida bu odam Nishapurdan qaytib boshqa joyga ketgan. Onundan başqa hamda ikkinchi qatim qachon aziyatga uchragan degan vaqtida İmam Buxoriy hamda Nishapurdan islom dunyosiga nihoyatda muhim ilm markazlaridan qaytib Buxoroga qaytib ketdi umrining oxirida.
Buxaranımı Buxaralıqlar naati bek hürmet bilen, ikram bilen bu adamni kütüp aladı hem de. Hatta şu şehirninki sırtıda çidirlarını tikep, şu yoldun şu ötke adamniga pullarını çiçip, muşundaq bir alqışlap kütüp aldıkken de İmam Buxari'ni. Hem şu arlıqta İmam Buxari şu Buxaranınki dağınıq mescitlerde hadis sözlep, ilim öğütüp kılatkan mezgilde Buxaranınki bir emiri vakende, bir padişahı. Bu adam İmam Buxari'ni bir şakatı bu adamı depti ki benim üyemge kelip bir ballarımga bir ders ötüp koygan bolsanız dep şuna degendiken İmam Buxari bunu ret qıp turup da. Onun üstüge bu padişah hem de benim ballarımla tanışaydı başka adamla tanışmaydı da bu şartını kılıp algan gep. Yani bu şu vaqtdaki padişah bolsa mesela Tahirila deydigan bir sulale ötken Xurasandaki bir padişahlar. Şu Tahirilaniki valisi boz gerek Buxaradaki. İmam Buxari qattiq ret qilib turib bu podshohniki elchisiga shundoq debdi. İlimni unda xo'rlamayman. İlimni xalqning darvozasiga olib bu yerda xo'rlab o'tadigan ishim yo'q deb shundoq debdi. Agar ilmga ehtiyojing bo'lsa, uyamga kel yoki masjidga kel. Agar meni sen yoqtirmaydigan bo'lsang, sen bir sulton meni ilm o'qishdan yoki dars o'qishdan cheklasang bo'ladi. Sen bununla haqli. Qiyomat kuni hisobni o'zing bersa deb keskin cevap verdi de. Bu söz şu Buxaranınki emiri padişahınınki sel oğusun qayıtıb. Şunu olan hem özünki ordununki alimleri oladı arqandağı vaqtda. Şu ordununki alimlerden Bahris ibn Abil Varqa deydigan bir alimi, ondan başqa bir qism alimlarni yığıb İmam Buxarininki mezhep haqida gap qilishga başlaptı. Bununki mezhepi etiqadi qandaq degandek. Şu arqali yana söz cho'cha qilishga başlaptı da. Hatta kişilerni İmam Buxarininki sorunda otlanmaslıqqa agahlandırgan diken ahiri İmam Buxari rahmetullahi Buxarani tashlab chiqishga majbur bo'lgan. Bunda bo'lishda emirmi şu Buxaraninki shahzodasimi shahardan chiqat deb shunday qilib turgan. Mana shu İmam Buxarining hayotidagi nihoyat ig'ir, qitimliq bir musibat, aziyat. Onun ustiga ham tuhmat, ham fitna fasod, ham jutidan hem medreseden hem mektepten quruq qilish degandek. 6-isi İmam Buxarininki vafoti. İmam Buxari qachon o'lib ketgan deganda, İmam Buxari Buxarani tashlab ketgan vaqtida Samarqand ketgan. Samarqandninki bir Xartank deydigan bir qishloq bo'lib, shu qishloqda İmam Buxarininki tuqqanlar bor ekanda, shu tuqqanlarninki qishida turib, shu orliqda bu odam og'rib qilib, kasal tatib, nihoyat qattiq ig'ir kasal qoplab ketgan shu vaqtida. Şuna bu adam bir güne naat qattiq Xudoga yolurib duo qilib yig'lab, "Ey Alloh, bütün yer jahan menga tar keldi, ulug' Parvardigor, mening jinimni og'ayin" deb duo qilgan deydi. Shuning bilan bir necha kecha o'tmaylam, Hijriyaning 256-yili Shavvol oyining 1 shanba kunda, ya'ni ro'zayt kuni, ro'zayt kuni kech bu odam shu Samarqanddagi Xartan qishlog'ida 62 yaşda ölüp ketken. Hazır kadar bu İmam Buxarininki qabrisi Samarqand shahrida mashhur, ziyoratchilarniki oyg'uzilmaydi bu yerda. İmam Xatibul Bag'dodiy bir rivoyatni bayon qilib o'tibdi. Shu vaqtdagi olimlardan Abdulvahid Tavavisi degan bir olim tush ko'ribdi. Tush ko'rib Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir qancha odamlar bilan tug'dak tushida. Bir o'rinda shu turib ketganda, shuning bilan payg'ambarimizga salom berdi bu kishi tushida. Salom bergandan keyin payg'ambarimiz javob qo'yib turib, "Ya Rasululloh, bu yerda turib qoplig'i bir kimni kutib turibtamlar" desa, "Men Muhammad ibn Ismoil Buxoriyni kutib turyapman" deb shundoq deb tushidi shundoq degan deydi. Bu odam deydi, "Mush tushni ko'rib, bir necha kundan keyin menga İmam Buxoriyniki o'lim xabari yetibdi. Men qachon o'lib ketganini deb shuni surishti qilsam, men shu tush ko'rgan vaqtning o'zida o'lib ketgan ekan" deydi. Demak, İmam Buxoriyniki hayoti, shu qisqacha hayoti shunchalik. Tafsilotiga qiziqqanlar İmam Buxoriyniki hayoti to'g'riliq mukammal yetishmi cho'ng tarixiy kitoblarga murojaat qilsangiz yaxshi. Bugungi darsimiz bu yerda davomlashdi. Sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Buxari rahmetullahi aleyhinin
en meşhur büyük eseri Sahih Bukhari namlı kitabını bugün tunji dersini başladık. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh kitabınınki 5'ini vahiyninki qandaq başlanğanlığı haqqidagi mazmunlarni yezibdi. Birinci babda mundaq debdi. Peygamber aleyhissalatu vesselamga vahiy qaysi şekilde başlanğan degan babni birinci o'rinda başta yezibdi. Bu babga texmi bir ma'no qo'shish uchun tuvandagi oyatni dalil qilibdi. Estaizu billah. İnna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin ve nebiyyin min ba'di. Biz ey Muhammed aleyhissalatu vesselam biz sana vahiy qildik. Xuddi biz senden burunqi Nuh ve Nuh'dan keyingi peygamberlerge vahiy qilgandek. Yani vahiy tushirganga o'xshash biz sana vahiy tushirdik deydi. Bu vahiyning başlanışı Peygamber aleyhissalatu vesselam'daki peygamberlik makamının başlanğanlığının ifadesi bo'lg'achqa şunu şu vahiyninki başlanışıdan bu kitapni yazgan bo'lishi mumkin. Ama bu adam babqa vahiyning qandaq başlanğanlığı haqida babni yezib qo'ygan bilan bu bab bilan munosabati yo'q bir hadisni aytgan. O hadisni o'qib chiqaylik. Bu birinci hadis. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh aytdi ki bizga Abdullah ibn Zubayr al-Humaydi degan olim hadis bayon qilib bergan edi dedi. Bu kishi İmam Buxoriyninki hamda undaqda ustoz bo'ladi. İmam Buxoriy shu Humaydi Abdullah ibn Zubayrdan anglagan. Bu Abdullah ibn Zubayr peygamberimizdeki zamanındaki sahabe Abdullah ibn Zubayr emas. Bu Humaydi Abdullah ibn Zubayr degan kishi Mekke'de yaşagan, Mekke'de vafot bo'lgan Hijriyaning 219-yili Mekke'de ölüp ketgan adam. Bu adamniki Musnadul Humaydi, yani Humaydi Musnad deydigan bir hadis kitabı var. 1300 hadisini terkib topgan. Buni sahabalarniki isim tertibi bo'yicha bu hadislarni yezib chiqqan bu kitapta. Bu Humaydi degan bu kishi olimlarniki asosan birdek bahası bilen işencilik imam degan sifatga erishgan. Yani bu hadis ilmida hem de bir alimni, bir muhaddisni, raviyni işencilik deb sifatlash nayet ulug' bir maqam bu. Bu sifat şu kişiden ilingan hadisninki sahih ekanligiga dalaleti ve ifadesidir. Hem de Humaydi Abdullah ibn Zubayr bu aytdi bizga Sufyan hadis bayon qilib bergan edi deydi. Hem de bu Sufyan Humaydi'nin ustozi bo'ldi. Bu Sufyan ibn Uyayna degan kishi bo'lib, bu Iroqniki Kub shahrida tug'ilib, Hijriya 198-yili shu yerda o'lib ketgan. Asosan ulamolar bu odamniki hadisiniki sahih hadis ekanligiga ittifoq qilgan. Bu kishi shu doniq hadis olimlarininki biri. Bu Humaydi bu odamning shogirdi bo'ldi undaqda. Hamda bu hadisni Sufyonga so'zlab bergan kishi Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Bu İmam Sufyon'niki bu bir ustoz bo'ldi. Yahya ibn Sa'id al-Ansari kim o degan vaqtida bu Medinadagi doniq qozisi, muftisi, Medinadagi doniq 7 faqih bor ayni vaqtida. Shu 7 faqihninki hammasining bir shogird bo'ldi. Masalan, Sa'id ibn Musayyibni o'qigan bu odam. Bu kishi ba'zi olimlarning ko'z qarashida 300 hadis, ammo Imom Zahabiyning ko'z qarashida 600 yoki 700 hadisni yodib bilgan deb shunday ta'riflandi. Bu kishi Abbasiylar davrida Abu Ja'far al-Mansur'niki talibi bilan Iroqqa ketib, Iroqda shu yerda bir qozilik bilan shug'ullangan. Bu odam Hijriyaniki 143 yoki 146-yili 70 necha yoshda Iroqda o'lib ketgan. Sufyan ibn Uyayna Yahya ibn Sa'id al-Ansarining shogirdi bo'ldi. Bu kishidan anglagan bu hadisni rivoyat qilgachqa. Bu Yahya ibn Sa'id al-Ansari İmam Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in degan daniq hadis olimlariniki ko'z qarashi bo'yicha ishonchli olim deb qaragan. Hatto Imom Ahmad ibn Hanbal kishilarning ichida eng mazmut odam deb sifatlangan bu odamni. Hamda Yahya ibn Sa'id al-Ansari deydi, "Menga Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi degan odam menga xabar bergan" deydi. Hamda bu Taymi deganlikdan bu kishiniki Abu Bakr Siddiq bilan bir jamoat odam ekanligi chiqib turdi. Bu kishi Madinada yashagan eng doniq Madinadagi ayni vaqtdagi faqih olimlardan hadis rivoyat qilgan nurg'un sahobalardan. Bu kishini
ulamolar buni ishonchlik olim deb sifatlagan bo'ladi. Bu kishi ham shu Madinada yashab, Madinada o'lib ketgan. Madinaning ayni vaqtidagi ishonchlik, buyuk yetuk ulamolardan biri. Bu adam Muhammad ibn İbrahim at-Taymi Alqamat ibn Waqqas al-Laysi'dan anglab kelgan. Endi Alqamat ibn Waqqas degan kishi o'zimi bu kishimi shu hadis rivoyat qilgan, hadis bilan shug'ullangan ulamolardan bo'lib, bu kishi nurg'un sahobalardan hadis rivoyat qilgan deyilibdi. Masalan, Abdullah ibn Umar, Oysha radhiyallohu anha, Hazrat Umar qatorliq sahobalardan hadis rivoyat qilgan. Bak ko'p hadis bo'lmasmi? Bir qancha hadislarni rivoyat qilganligi, bayon chiqarganligi, anglaganligini bayon qildi. Bu kishini masalan bir qism hadis olimlari, masalan Imom Nasaiydak olimlar bu kishini ishonchlik odam deb baho bergan bu odam. Bu odam Abdulmalik ibn Marvonniki zamonida o'lib ketgan ekan. Endi bu odam deydi, men Umar ibn Xattob radhiyallohu anhudan anglagan edim munbarlik vaqtida deydi. Bu hadisni Umar ibn Xattob munbarda turib so'zlaganda bu odam anglab kelgan. Hazrat Umar radhiyallohu anhu Raşid xalifelerden ikinci xalife, Peygamberimizdeki qayntisi, Peygamberimiz üçün jon fidolik bilan, ixlos bilan kuygan bir sahobalarniki biri. Bu tafsilotga qaragan kishilar, masalan Umar ibn Xattobning tarixi haqida so'zlangan darslarga murojaat qilsangiz bo'ldi. Endi sahobalarniki hammasi ishonchlik. Buniki adolat hamma jihatda ishonchlik, bularning hadisi mutlaq qabul qilindi sahobalarning hadislari. Endi bu adam deydi Umar ibn Xattob endi deydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning mundoq deganligini anglagan edim. Hamda İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi mush hadisni anglash uchun orliqda 6 odamdan İmam Buxoriyga yetib qolgan gap. İmam Buxoriy bu yerda 7-chisi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan İmam Buxoriyning orliqda 6 odam bor, mush hadisni zanjir samon deb bergan. Bundan ko'rib olsak bo'ldi. İslam tarixida Peygamberimizdeki hadisiga bo'lgan ishonch, talab, kuchlik shu ahilda. Mesela her bir hadisini so'zlagan odamniki salohiyatini inchki holatda tekshiradigan avval mavjud. Orliqda mesela bir hadisni anglab yoki uzib qolgan odamni bo'lsa, mesela kurashmagan odamlar bir-biridan yoki anglamagan holatdagi hadislar asosan qabul qilinmaydi. Bunday hadislar zaif hadis qatorida muomil qilindi. Demak, bu hadisniki sahihlik kelib chiqib turdi. Har bir odam o'zining anglaganligini, bir-biriga ustoz bo'lgan, shogird bo'lgan aloqa, hatto Imom Buxoriy Humaydidan bevosita anglaganligini bayon qilyapti. Undaqda bu hadis sahih hadis bo'ldi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday debdiki, amallar niyatga bog'liq. Bu yerda amal degandan maqsad shu qalbdan boshqa bütün a'zolarningki ish harakatini bu yerda amal deymiz. Mayli tilning bo'lsin, mayli qo'lning bo'lsin, mayli putning bo'lsin, mush a'zolarda bejirilgan amallarning hammasi niyatga biqib, niyat qarta bo'ladi deydi. Undaqda har qanday bir ish harakatning amalning to'g'ri xato bo'lishi qalbga bog'liq, qalbga bog'liq. Ko'rinishda shu amal yaxshidek ko'ringan bilan, ammo qalbdagi iroda, niyat to'g'ri bo'lmasa, o ko'rinishda yaxshi ko'ringan amal bizga yaxshi mo'l usul bermaydi. Masalan, bir qism odamlar go'zal amallarni qilish orqali nifoqlik qilish mumkin, xiyonat qilish mumkin, shpionlik qilish mumkin. Qalbi buningki yaxshi bo'lib, sap qalbi durust bo'lmagan ahvol ostida buning ko'rinishdagi yaxshi amali hargiz buningga yaxshi natija kelmaydi. Inson nima niyat qilsa, shu niyatiga qarta bo'ladi deydi. Niyatiga ko'ra yaxshi yoki yomon mukofotni oladi demakda. Hamda kim ma'lum bir dunyoga erishish uchun hijrat qilgan bo'lsa, shu dunyoga erishadi. Masalan, mol dunyo tepish uchun, iqtisod to'plash uchun hijrat qilib, safar qilib qilgan bo'lsa, shu niyatiga qarta shunga erishadi. Yoki bir ayol bilan to'y qilmoqchi bo'lish niyati bilan bir yurtdan bir yurtga ko'chib hijrat qilgan bo'lsa, shuni oladi. Demak, bu odam her insan nima uchun hijrat qilgan bo'lsa, shu hijratda shuning qarta bo'ladi-ki, shuning natijasini ko'rdi deydi bu hadisda. Undaqda bu hadisdan shuni biz ko'ra olamizki, qalbimiz saf, so'zlik, niyatimiz durust bo'lgan vaqtida bu
bizdeki qalbdagi bu durustluq, bu soplik bizningki harakatimizga, hatto amalimizga ta'sir ko'rsatadi. Bir qism ulamolar debdiki, bu hadisda qanday vaqt degan payg'ambar alayhisolatu vasallam deganda, Makkadan bir odam Madinaga hijrat qilibdi-da, Qays deydigan bir ayol Madinaga hijrat qilib kelgan ekan. Shu ayolni ilish, to'y qilish niyatida bu odam Makkadan Madinaga hijrat qilgan ekan. Shu munosabat bilan payg'ambarimiz shu hadisni degan dedi. Haqiqiy Allohning rizoligini ko'zlab hijrat qilgan bo'lsa, u boshqacha, bir ayol bilan to'y qilish uchun hijrat qilgan bo'lsa, bu boshqacha bo'ldi dedi. Demak, har odam o'z niyat qilgan orzusiga shunga loyiq erisha oladi demoqchi bo'lsa kerak bunida. Bu hadisni Imom Ahmad rahmatullohi alayhi islomniki asosiy deb qaragan bu hadisni. Hem İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi bu yerda vahiy to'g'riliq bir bobni bayon qilib qo'yib, vahiy bilan aloqasi yo'q bir hadisni aytib Nemishqa degan vaqtida har qanday amalimiz, mana shu kitob yozishda bo'lsin, kitob o'qishda bo'lsin, dunyodagi har qanday harakatimiz bizningki shu niyatimizga bog'liq. Agar niyatimiz durust, xolis, sop bo'ladi ekan, bu qalbimizdagi niyatninki sopligi bizning harakatimizga, stilimizga ta'sir ko'rsatadi. İmam Buxoriydan boshqa, mesela İmam Nevevi qatorliq olimlarmi o'ziniki bir qism kitoblarini mush hadis bilan boshlagan. Chunki bu hadis islomniki bir asosiy. Birinchi hadisida İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi shunday deydi, bizga Abdullah ibn Yusuf degan ustoz shayx yana hadis bayon qilib bergan edi dedi. Bu Abdullah ibn Yusuf degan kishi kim o degan vaqtida bu İmam Buxoriyniki ustoz bo'lib, bu kishi bilan İmam Buxoriy Misrda bevosita uchrashgan. Shu vaqtda mush hadisni Abdullah ibn Yusuf so'zlab bergan. Abdullah ibn Yusuf o'zi tigi Damashqlik odam bo'lib, keyin Misrga borib, shu Misrda hayoti oxirlashgan. Bu kishi İmam Malik, Lays ibn Sa'd qatorliq hadis olimlardan cho'ng katta buyuklardan hadis rivoyat qilgan. Bu odam ishonchlik, mazmut odam deb sifatlangan hadis olimlari tarafidan Hijriyaniki 218-yili o'lib ketgan. Endi bu kishi deydi, bizga İmam Malik rahmatullohi alayhi bizga xabar bergan deydi. Bizga degandan atrofida balki billa o'qigan saboqdoshlar bo'lishi kerak. Bu kishi kim o degan vaqtida İmam Malik ibn Anas rahmatullohi alayhi Madinadagi eng donglik olimlarniki biri ayni vaqtida. Bu zati muborak Hijriyaniki 93-yili tug'ilib, 179-yili Madinada o'lib ketgan. O'zini aytib katta buyuk olim, muhaddis, Muvatta nomli eng mashhur hadis kitobi bor. Onun ustiga shu islom dunyosidagi mashhur 4 mazhab bor. 4 mazhabniki biri bo'lgan Malikiya mazhabiniki asosi bo'ladi. Bu odamniki bu mazhabi Afrika tarafda, Marokashda, ayni vaqtida islom mamlakatlaridan bo'lgan Andalus, bugungi Ispaniya tarafida nihoyatda ko'p tarqalgan. Shunga Sharqda Imom Azamning mazhabi, Mag'ribda İmam Malikning mazhabi mashhur degan so'z tarqalgan. Bu odam shundoq bir buyuk bir Alloh bo'lishiga qaramay, fatvo so'ralsa ko'p masalalarga men bilmayman deb javob beradi ekan. Bu kishiniki bir katta xislatlardan birini bayon qilib o'tayli. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadisini qattiq ig'ir darajada hurmat qiladigan, bir ehtirom qiladigan bir zot bo'lib, payg'ambarimizning har bir hadis so'zlamoqchi bo'lsa, payg'ambarimizning hadisini avval bir juyunib, tarat elib, xushpuroq narsalarni ishlatib, eng go'zal kiyimlarini kiyib, bunda tizchilab o'tirib, nihoyat hurmat bilan ondan so'zlaydi ekan. Hatto payg'ambarimizning ismi zikr qilingan vaqtda shu bir xil chiroylarni o'zgarib, muhabbat, bir xil hurmatdan bunda sal egildi ekan dedi. Rasulullohga bo'lgan bir hurmatni bildirib. Endi bu zot Hisham ibn Urva dan hadis bayon qilibdi-da. Hisham ibn Urva kim degan vaqtida bu Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuniki paynavirlar bo'ladi. Zubayr ibn Avvamning navrisi. Bu kishi Hijriyaning 146-yili, milodiy 763-yili o'lib ketgan. Madinada yashagan, Madinada nihoyat ko'p hadis ilmi bilan shug'ullangan, ko'p hadislarni yodlagan, shu ko'p hadislarni rivoyat qilgan. Hatto o'ziki dadasidan Urvat ibn Zubayrdan, dadasi cho'ng katta olim. Tog'asi Abdullah ibn Zubayrdan hadis rivoyat qilgan. Abdullah ibn Zubayr payg'ambarimizningki ayoli Oyshaning ochisining bolasi, ham o'z sahoba.
Bu kishi buni ishonchlik tabiilardan bo'lib, oxirgi hayoti, oxirgi mezgillarda Bag'dodda o'lib ketib, Abbosiylarning ikkinchi xalifasi Abu Ja'far al-Mansur namozini tushirgan. Demak, bu Imom Malikning ustozi bo'ladi bu kishi. Endi bu Hisham ibn Urva kimdan hadis bayon qilgan desa, dadisidan. Dadisi kim? Urva ibn Zubayr. Urva ibn Zubayr ibn Avvamniki asosan kichik bolalar bo'ladi. Bu tabiin, lekin aksi Abdullah ibn Zubayr sahabe. Çünkü Abdullah ibn Zubayr çoğun hamdı balınaki. Bu adamı Hicriye 94-yili o'lib ketgan, o'zi tabiin, muhaddis, hem tarixchi. Peygamberimizdeki hayatı münasebetlik nurgun vaqaliklar, rivayetler muş adamniki tilidan qoldirilgan. Çünkü nima ish qiladigan vaqtida Ayşe radhiyallohu anha hammasi bo'lg'achqa tatılmay, davamlı uyda birga turib Ayşe anamızdan nati ko'p hadislarni, Peygamberimizin hayatıga, turmushiga munosabatli bo'lgan rivoyatlarni o'zining hammasini rivoyat qilib, keyingi o'quvchilariga qoldirgan. Boshqa bu odamniki biladigan tarixi nati ko'p. Hem uning ustiga shu Madinadagi eng mashhur 7 faqih deb nom olgan, ayni vaqtdagi 7 faqihninki biri. Bu zot hem dastlabki paytda shu islomiyatning dastlabki bosqichlarida tarix ilmini, hadis ilmini toplashga atlangan zat bu. Bu zat hem Ebu Bakr Sıddık'nınki nevrisi bo'ladi. Şu munosabatlar hem de bu adam şu Medinede yaşayan katta sahabelar bilan ko'p uchrashib, shular bilan hem de ko'p ilim o'rganib, shularning og'zidan Peygamberimizning hayotida qanday vaqaliklar bo'lganligini so'rab, degandek shu sahabelardan ko'p narsalarni o'rgangan bu zat. Hozir Medinede Urva mahallasi deydigan bir mahalli bor. Mushu Urva ibn Zubayrniki nomi bilan atalgan. Bu Medinedeki Seyvazır'a yakın bir aralıkta. Şu bir akik cılgısı dediğim bir cılgı var Medine'de. Şu cılgınınki bir boyda bir kasrı var. Kona bir şekilde sınırgan. Bu Urva ibn Zubayr ömründeki ahirini muşu kasırda ötkazgan. Hazır kadar muş kasır asarati şu süptüde saklanıp kılvatıda. Hem muş adamdaki namılan Urva mahallesi de meşhur bir mahalli var. Hem de bu zat özün hammisi Ayşe anamızdan hadis bayan kılıvatıdı. Müminlerin anası Ayşe anamızdan. Hem de bu Ayşe anamız sözlep biripti de bu ciyaniga. Haris ibn Hisham radhiyallahu anhu Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan sual sorup mundaq degan edi dedi. Bu Haris ibn Hisham kim o degan vaqtida bu Ebu Cehil'ninki inisi oldu bu adam. Ebu Cehil bilen anamı bir dadımı bir ufka qarindosh bular. Bu adam Hicriye'nin 8. yılı Mekke fethisinde Müslüman bulup sahabelik şerefiga erişken. Bu kişi Yarmuk uruşida Hicriye'nin 15. yılı Ömer ibn Hattab'nın zamanında ölüp ketken. Yarmuk'ta uruşda. Hem de bu kişi soravatı demdi Peygamberimizden. Ya Resulallah, sizlere vahiy qaysi şekilde qandaq keladi ya Resulallah dedi. Deganda ki Peygamber aleyhissalatu vesselam mundaq deb javob beribdi. Bazı vaqtida bu vahiy menga qo'ng'iroq ovozdek keladi debdi. Bu Peygamberimizga bilinayotgan holatda bu. Bu vahiyniki kelish jarayonlari, shakllari necha xil o'xshamaydi. Ba'zi masalan asarlar o'ngildagandek keladi degan rivoyatlar bor. Ammo bu Peygamberimizning qo'ng'iroq ovozining shaklida keladi dedi. Menga eng qattiq holati. Mush qo'ng'iroq ovoz shaklida kelgan vahiy Manga nait ig'ir, qattiq tuyuldigan holat deydi. Chunki kuchda bu ilm degan. Ondan u vahiy mendan ko'tarilib uzilgan vaqtida men u farishtaning degan gaplarini anqirib, tushunib, shuni o'zlashtirdim dedi. Ammo yana ba'zida vahiyning keldigan shakllar o'xshamaydigan yana bir shakllar bor. U vaqtida farishta men odam sifatida kelib, menga gap qiladi-da bevosita. Men o periştan degan sözlerini şu vaqtda özleştirip hemmini yadlab bilib olatdim dedi. Demek bunun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahiyniki kelish shakllaridan ikki xil holatni deb berdi. Shuning bilan Ayşe anamiz radhiyallohu anha shundaq dediki dedi. Endi bu Rasulullohning vahiy kelgan holatlarini ko'rdi, bildi, shu holatlarni sifatlab bundaq dedi. Men Peygamberimizga vahiy kelgan kunni ko'rgandim dedi Rasulullohning. Qattiq bir soğuk günde vahiy kelgan bo'lsa-mu, vahiy üzülgandan keyin Peygamberimizning peshonalaridan tok munda ta oqatdi dedi.
Muş derecede güçlük, muş derecede Peygamberimizin ayeti bir xil qattiq bir besimli holatda vahiy keletdi dedi. 3-cü numurluq hadisni o'qiymiz. İmam Buxoriy shundoq deydi. Bizga Yahya ibn Bukayr degan zot hadis so'zlab bergan edi deydi. Undaqda Yahya ibn Bukayr kim? Bu kishi o'zi Misrda yashagan Hijriyaniki 231-yili o'lib ketgan Misrlik hadisshunos, nurg'un hadislarni rivoyat qilgan ahli sunna va jamoadagi daniq bir olim. Misrning ayni vaqtida qozilik mansibida tug'an. İmam Zahabi rahmetullah aleyh bu kişinin rastçıl adam, hafiz. Hafiz degan manda hadis ilmida şu hadislarni ko'p yodlagan, mutqin, pishiq odamni hafiz deb qaraydi. Hadisni ko'p biladigan odam deb tasvirlangan ulamolarning nazarida bu kishi. Bu kishi ham İmam Malikdan, Lays ibn Sa'd deydigan Misrning ayni vaqtdagi daniq hadis olimlaridan hadis anlagan. Yani demek İmam Malik ile Lays ibn Sa'd bu adamning ustoz bo'ldi. Bu adamning shogirdidan mesela İmam Buxoriyga bu adam hadis so'zlab bergan ekan. Bu kishi deydi, Yahya ibn Bukayr deydi, bizga Lays hadis so'zlab bergan edi deydi. Lays kim undaqda? Endi Lays ibn Sa'd o'zi Qalaqshandilik adam. Qalaqshan degan Misrniki bir daniq bir shahar, yez qishloqlarniki bir hamda. Bu adam Hicriye 175-yil, yani miladiye 791-yil ölüp ketken. Öz devirdeki Mısır'nın dağınık faqih alimi ve şu devirdeki imami ve hadisshunos adam. Asli tige ve Esbahan'dan, Parislardan, lekin keyingi şu Mısır'da keyingi vaqtlarda özünki Mısır'da o'ltiraqlashgan. Bu adamı özüge layık mesela nadir 4 mezhep o'xshash mezhep şekillengen adam, yani fikri, ra'yi, ko'z qarashi, fiqhiy ko'z qarashlar ayrim farqli holatda yo'l tutgan. Lekin hamda shogirdlarniki sal boshqa mezhep olimlarining shogirdlariga o'xshash bu adamniki fikrlarini, fiqhiy ko'z qarashlarini to'plab qilmaganlikdan bu adamning mezhebi yo'qolgan. Hatta İmam Şafii rahmetullah aleyh o'xshash bir qism olimlar bu İmam Malik'timi, Medine'nin imamı İmam Malik'timi ilmi üstün deb ta'riflangan bu adam. Bu adamniki yana bir alayda farqlanadigan yeri boy. Misrda nurg'un zaminga ega bo'lgan g'ujidor, cho'ng bir boy adam. Bu olimlarga nisbatan bir ayrim nadir avval. Asosan bu olim boy bo'lmaydi, lekin bu adam olimlarning ichidagi katta zemindar boy adam. Lekin shundoq bo'lishi qarmay zohid o'tgan. Qishda boshqacha, yozda boshqacha kambag'allarga, miskinlarga, ahli ilmlarga, taliblarga bu adam tamoq beradigan, mehmon qiladi, davomli mehmon qilib turadigan, mard, sehi bir adam. Yil bo'yi mehmon qilib turadigan odamda bu. Endi bu adam Lays degan bu zot Uqayl degan kishidan bu hadisni, tuvandagi hadisni Uqayl degan zotdan rivoyat qilibdi. Undaqda Uqayl kim o? Bu kishimi hamda daniq shu hadis rivoyat qilgan mashhur hadisshunos zotlardan Osmon ibn Affonniki ozodkardisi deyilibdi. O'zi bu odam Hijriya 144-yili Misrda o'lib ketgan. Bu adam şu aynı vaqtida Madinada ko'p olimlardan bo'lib, Sham tarafida ko'p olimlardan hadis o'rgangan. Madinada amal tutgan ekan. Ya'ni o'zi olim bo'lish bilan birga shu vaqtdagi islomiy davlatdagi saqchilik mansabida shug'ullangan odam. Bu kishi hamda mutlaq ko'p holda hadisshunos olimlarning nazarida ishonchlik bular bu naytda kishilardagi mazmut ravi, rivoyatchi deb sifatlanganda. Hamda bu adam kimdan rivoyat qilibdi deganda İbn Shihab degan olimdan. Bu İbn Shihab az-Zuhari rahmetullahi alayh. Endi bu kishi İbn Shihab az-Zuhari rahmetullahi alayh o'zi Quraysh qabilasidan. Bu kishi nihoyatda mashhur. Ko'p kishilarningki shu ustoz bo'ladi. Bular shu payg'ambarimizning tarjimaliga munosabatli rivoyatlarni, tarix, arablarning nasablari degandek mushta ilmlarda tafsir qatorliq ilmlardagi shu rivoyat xarakterli hadislarni, bayonlarni mushadamdan rivoyat qilingan. O'zi Madinada tug'an, keyingi mezgillarda Sham diyorida tug'an. Bu odam Hijriyaniki 124-yil o'lib ketgan. Nurg'un sahobalardan hadis rivoyat qilgan. Mush Madinadagi daniq 7 faqiba shularni o'qigan, masalan, tabiinlar o'qigan, cho'ng katta tabiinlarda. Masalan, Anas ibn Malik, Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi qatorliq sahobalardan hadis o'rgangan.
Shu sahabalarniki qishiq berib shulardan so'rab, mustaq bir xil tirishchanlik bilan o'rgatgan hadislarni. Hatto Madina doniq olimlardan Said ibn Musayyib degan kishida o'qib bo'ldim. 8 yilg'ichilik men tizimni tizig'i mo'rab turib mustaq hurmat, ehtirom bilan, ixlos bilan hadis o'qiganligi bayon qilingan bu odamdan. Shu o'qigan vaqtida bu odam shu o'tirgan halqida darsxonada masalan kiyimlarini maydasigacha turib bog'lab degandek xohlagan narsani so'rab tortinmay hiddiy qilmay mush shaklda o'rgangan ilmni. Odam hamda 2200 dona hadis rivoyat qilingan san'atli holatda. Bu Ibn Shihab az-Zuhari rahmatullohi alayh Urvat ibn Zubayrni hadis bayon qildi. Urvat ibn Zubayr kim o deganda biz tuniki 2 nomerli hadisda Urvat ibn Zubayrni so'zlab bo'lgan. Urvat ibn Zubayr Aysha onamizningki ochisiniki o'g'li Abdullah ibn Zubayrning inisi bo'ldi. O'zi tabi'in. Bu kishi mana ko'p sahobalar bo'libmi o'ziniki hammasi Aysha onamizning ko'p ma'lumotlarni egallagan bu odam. Urvat ibn Zubayr onamiz Aysha raziyallohu anhadan rivoyat qilib so'zlab deydiki, bu ayol mundoq degan ekan. Tunji qitim payg'ambarimizga vahiy boshlangan vaqtida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda bir yaxshi tushlar boshlanganda uyquda, masalan tushida, uyquda yaxshi tushlarni ko'rish orqali mushu yaxshi tushlar vahiyniki tunji boshlanish muqaddimasi ekan. Bo'libmanda payg'ambarlarning tushlari bu to'g'ri bo'ladi. Ham yaxshi tush Alloh tarafdan bo'ladi uning ustiga. Payg'ambarimiz tush ko'rsalam ay tong kabi nayt yo'ruq, nayt iniq ko'ratdi deydi u tushni. Ondan shu orliqda payg'ambar alayhissalatu vasallam bir xil xilvatda yurishni, ayrim ozoda bir xoli yurishni yaxshi ko'rib qoldi shu orliqda. Shuni bilan g'ori Hiroga berib shu yerda xilvatda turdi. Vaqt qildigan ishi payg'ambarimizningki ibodat. O ibodat nima degan vaqtida Xudoning buyukligi haqida o'ylash, dunyo koinot haqida o'ylash, insoniyatning istiqboli haqida o'ylash degandek har xil hamda mustaq ziddiyatlik fikrlarda hamda umuman. Payg'ambarimizning shu ibodati shu yerda bir necha kecha davom etadi-da, ondan oilasiga qaytib kelib, oilasi yana oziq-tulik tayyorlab, ondan yana Xadijaning qishiga qaytib ketib, u yerdan yana oziq-tulik elib degandek, orliq yana kelib, yana ketib bir necha vaqt davom etdi-da. Oxiri shu g'ori Hirodik vaqtida payg'ambar alayhisolatu vasallam haq keldi. U haq bo'lsin nima desa, farishtaning tunji payg'ambarlik vazifasini elib kelgan nidosi, chaqiriqi. Shu holatda ham g'ori Hirodik vaqtida bir farishta kelib debdiki, o'qig'in debdi payg'ambarimizga. Payg'ambarimiz men o'qiyamayman degandan keyin payg'ambarimiz dedi, men shundoq tutib chin siqib mijivatdi deydi payg'ambarimiz. Hatto shu orliqda shundoq charchab ketdim. Ig'ir bir holat bo'ldi. Onda men yana qo'yib o'qi dedi. Men yana o'qiyamayman desam, yana meni chin tutib mijib siqibatdi-da ikkinchi qatim. Men yana shundoq charchab berib ketdim. Onda meni yana qo'yib o'qi dedi. Shuni bilan men yana o'qiyamayman deb javob berdim-da, meni yana tutib chin siqib bir endi bu bo'g'itish emas, chin bir mejib bir siqib o'tishimda bir xil tanbih diqqatini yig'ish hamda yuragini, qalbini bir nuqtaga yig'ish bo'lsa kerak. 3-qatim yana qo'yibdi. Shundan shu vaqtda tuvandiki oyatni o'qidi, estaizu billah. Seni yaratgan Parvardigoringning ismi bilan o'qig'in. O zot insonni qondan yaratdi. O karamlik Parvardigoringning nomi bilan o'qig'in dedi. Mana bu tunji qatim tushgan surada, oyatda. Payg'ambarimiz shu orliqda darhol qaytib keldi-da, qaytib kelgan vaqtida yuraklar noritbek titrab, jiddiy so'qiyotgan. Shu orliqda so'yimlik ayoli Xadija bint Xuvaylid raziyallohu anhaning huzuriga kirib, "Meni yo'gab qo'yinglar" dedi. Shu orliqda uydagilar yo'gab qo'ydi. Rasulullahga bu bir xil endisha, qo'rqincha
bir oz pastga tushgan vaqtida Hadichaga berib so'zlab, bo'lgan ahvollarning hammani Hadichaga so'zlab berdi. Men o'zimdan bek ensirayotiman deb shundoq deb qo'shimcha qildi-da shu vaqtida. Hadicha roziyallohu anha bundoq deb javob berdi. Yo'qsin, unda emas. Alloh bilan qasamki, Alloh sizlarni hargiz xor qilmaydi. Chunki sizlar urug' tuqqanlarga yaxshi muomala qilinglar, ularga sil rahim qilinglar. Jafo mushaqqatga bakmi chidamliq. Kambag'al, faqir, miskinlarga, ya'ni boshqalarga mol dunyo beringlar deydi. Bu bir sahi mardlikning sifatlarini bayon qilyapti-da. Mehmonni ikrom qilib hurmatlaylar sizlar. Balay afat, musibatga uchragan, ziyonkashlikka uchragan kishilarga sizlar davomli g'amxo'rlik qilinglar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdagi bir esil xislatlarning hammasini bayon qilib o'tdi-da. Mana bu Allohni yaxshi ko'radigan, butun insoniyat yaxshi ko'radigan insondagi tabiiy mijoz xuluqlar. Yani bu payg'ambarimizga payg'ambarlik qilishdan burunlan bor sifatlarda bu. Buni ayoli sifatlab turibdi. Yani bunda odamni Alloh hargiz xor qilmaydi deydi buni. Demoqchi bo'lganim shu. Shu orliqda hamda Hadicha onamiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni elib Varqat ibn Nawfalning huzuriga keldi. Bu odam Hadicha onamizning tog'isining bolasi, undaqda ishkalagan Navr tuqqanlamdi. Varqat ibn Nawfal o'zi jahiliyatda islomiyatdan burun Nasara dinini qabul qilgan hamda ahli kitoblarniki. Bugungi kunda xristian deymiz, lekin ayni vaqtida buniki hamda to'g'ri taraflari bor vaqtlar islomiyatdan burun qoldi. Shu vaqtida hamda o'zi xat yoza oladigan, arablar xat yoza oladigan odamlar kam uchraydi shu vaqtida. Bu xatni arabcha emas, hatto shu ibroniy tilda, shu vaqtdagi Tavrat, Injil tillarida xat yoza oladigan odam keldi. Mush Injilni ibroniy tilda yaxshi, go'zal ravishda yoza oladi ekanda. Hem şu paytlarda bu odam qirib qolgan, ish cho'ngib qolgan, hem ko'z ko'rmas bo'lib qolgan vaqtlar ekan. Payg'ambarimizni qishga elib qolgan vaqt. Bu onamiz Hadicha roziyallohu anha bu kishiga debdi Varqat ibn Nawfalga: "Ey tog'amning o'g'li, bu qarindishingning o'g'lidan anglag'in. Buning so'zlariga quloq solg'in" debdi. Varqat ibn Nawfal payg'ambar alayhissalomga savol tashlab: "Ey qarindishimning o'g'li, nima bo'ldi? Nima ishlarni ko'rdingiz?" degandan keyin payg'ambar alayhissalatu vasallam bo'lgan ko'rgan ishlarning hammasini tafsili so'zlab beribdi. Varaqa payg'ambarimizga javoban mundaq debdi: "Bu Alloh taolo Musa alayhissalatu vasallamga tushirgan shariatning o'zidir. Kashki yoshroq bo'lsam-chu, shu vaqtda hayot bo'lsam-chu, sizni qavmingiz haydab chiqirdi" dedi. Payg'ambarimiz dedi-da shu vaqtida bir xil hayronlik ilkida: "Ular meni tiqashda haydabmi chiqirayotami?" degandan keyin Varaqa: "Ha, shundoq" debdi. Siz elib kelgan bu shariatni kim elib kelgan bo'lsa burun, ya'ni burun payg'ambarlar demoqchi-da. Bu odam cho'qim dushmanlik uchraydi har vaqt. Yani siz mi düşmanlik uchraysiz demoqchi-da nima Varqat ibn Nawfal. Agar men shu kunlarda bo'lib qolsam, sizga nihoyatda men yaxshi, kuchli holatda yordam berib, sizni qo'llagan bo'lardim deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bir qism rasullarniki oldidan tayyorlik qilish tegishlik haqida bir xil uchur beryapti-da bu odam. Shu orliqda hamda Varqat ibn Nawfal uzun o'tmaylam o'lib ketdi. Hem vahimu bir mezgil to'xtab qoldi. Vahiyniki to'xtab qolgan paytlarim shu. Endi Varqat ibn Nawfal haqida xilma-xil ko'z qarashlar bor. Masalan, musulmon bo'lganmi yoki musulmon bo'lmaganmi shu orliqda deb. Lekin Varqat ibn Nawfal inshaalloh musulmon bo'lgan. Hatto jahiliyatdami bu odam butga ibodat qilib boqqan emas. Hatto Qurayshliklarniki butga ibodat qilgan holatlarini bu odam ayblab kelgan. Haqiqiy Ibrohim alayhisolamniki dinda emas deb Qurayshliklarni azaldan ayblab şu butqa ibodat qilganlikni cheklab kelgan zot. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan Varaqqa to'g'riliq savol so'ralgan. Bu odamniki oxiratga olti qanday bo'ladi degandek savollar so'ralgan vaqtda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ben bir jannatda ko'rdim, bir uchtisi ipak to'n kiygan holatda ko'rdim deb mundaq javob bergan. Hatto ba'zi rivoyatlarda
bu popni cennette bir yeşil kiyim bilen gördüm dep bu mundaq sifatlagan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. 4-nji hadiste İmam Buxari şundaq deydi. İbn Şihab mundaq dedi deydi. İbn Şihab biz tüngün tercümalını okup bolduq. Muhammed ibn Muslim özün İbn Şihab namı bilen meşhur yoki Zuhri namı bilen meşhur. Bu adam köp sahabalardan, bulap çoğun tabiilardan hadis öğrengen, rivayet öğrengen dep bolduq. Bu adam deydi, "Bana Ebu Seleme ibn Abdurrahman haber bergen idi" dedi. Ebu Seleme Abdurrahman ibn Avf'ın oğlu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cennetle bişaret bildiren 10 sahabinin birisi Abdurrahman ibn Avf. Şu kişinin oğlu buldu. Özü tabi'in. Sahabe emas, dadı sahabe. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'daki küp hadislerini rivayet kılan adam bu mu? Hem Medine'deki yetfaki, meşhur yetfaki badep tütgün naz dep kilovatımız. Muşi yetfakininki birisi muşu Ebu Seleme. Ebu Seleme'ninki ismini Abdullah degiçilen buldu. Lekin bu adam özünki Ebu Seleme namıyla nayet köp meşhur. Bu kişi Medine'deki qazisi bolgan. Hicriye 94-yili ölüp ketken. Bu kişininki şu nurgun şagirdler bolup, cümleden şu İbn Şihab Zuhri rahmetullahi aleyhi özünki şagird boldu. Ebu Seleme nayet işencilik köp hadis rivayet kılgan hem faqih allamlarınki biri. Hatta Ebu Zer'at Razi nayet işencilik imam dep sifatlagan. İbn Şihab Zuhri ustazi bu Ebu Seleme'ni maqtab Qurayshning içinde 4 eylem var. Ular ilimde deniz dep sifatlaganda birisi Said ibn Musayyib, biri Urvet ibn Zubayr, biri Ebu Seleme ibn Abdurrahman, biri Ubeydullah ibn Abdullah. Bularning hemmisi İbn Şihab Zuhri'ninki ustazi olduğundakta. Ebu Seleme deydi o, hakikaten Cabir ibn Abdullah el-Ensari mundaq degan edi deydi. Cabir ibn Abdullah el-Ensari bu kişi hem de şu Ensarlarning Hazret kabilesinden sahabalar içinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki hadisini ayeti köp hadis rivayet kılgan kişi. Bu kişinin dadası Abdullah ibn Amr ibn Haram degan Uhud gazasida urush şuhada ölüp ketken. Bu kişinin kimi Peygamberimizdeki zamanı olsun, meyli 4 halifeler devrinde bolsun, İslam koşkan töhfesi nayeti zor, meyli cihadi siyasi hareketlerde bolsun veya ki ilmi hareketlerde bolsun. Bizimki hayatın ahirki mezgillerde Medine'de turup, Peygamberimizdeki mescidinde turup, başka jirak yakında kelgen kişilerge Peygamberimizdeki hadisini yetkizgen. Şu münasibetle kişilerge nayeti köp hadislerini bu adam sözlep bergen barlıkta. Hatta Medine'nin şu zamanda özündeki muftisi bolgan. Bu adamdaki nayet ilim söyerlikiden bazı hadislerini anlaşıp şey hatta hem ügütüp hem anlap ügünüp hatta Mısır'a hatta Mekkilerge birer hadisini anlaş üçün şu uzun seferlerge berip qaytıp kelgen yerlerimin ayeti mevcut. Bu kişininki vefat hakkında bezelli 73, bezelli 74 degandek, bezelli 78 diğer rivayetlerini berip muş mezgillerde ölüp ketken. Ahirki ömürde bu adamniki közi ema olup kalgan. Bu kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de 1540 tane hadis rivayet kılgan. Cabir ibn Abdullah'nınki şu Medine'de hazır bir üy var. Xendek gazdı bolgan bir joy var. Şu Xendek gazdı bolgan joyda bu kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki nayeti qusiq içip ketken bir chiroy tatran holatni ko'rib, ayolning qishiq kilib yegidek bijim bormi deganda bir kichikina bir op uni bor deganda men bir Rasulullohni chaqirib kelay, bir o'g'loqni so'yaylik degan. Ma'qul bir Rasulullohning qulqi kichikina gap qilib, "Ya Rasululloh, biz kichikina tamoq qilgandik, uyga borib yeysizlar." degandiki Peygamberimiz buni oshkor jakolab etgan, bizni Jabir uyga to'layotdi deb. U yerda necha ming sahoba bor Xandak qo'layotgan, o'rak ozgal qo'layotgan. Bu nihoyat jiddiylashib uyga kelgandan keyin Peygamberimiz hem sahabalarını to'lib etdi. Qanday qilamiz, yetami degan vaqtda ayoli Peygamberimiz o'zi bildigan bir tarafi bordi degan. Peygamberimiz kelib tuvoqni och qilib qo'ymay uning oldida o'ziniki muborak qo'li bilan bu mo'jiza asosida bu tomoq butun hamma sahobalarga yetgan, ham ko'p tomoq o'z bet eshib qolgan. Mana shu Cabir ibn Abdullah'nınki uyining o'rni hozir masjid. Sih mahallesi deydigan bir rayon var Medine'de. Şu Sih rayonunda Mescid Beni Haram cemaatinin mescidi degan bir mescid var. Şu o'rin Cabir ibn Abdullah'nınki uyinin o'rni.
Endi bu sahabe Jabir radhiyallohu anhu vahiyning uzilib qolgan bosqichlari haqida gap qilib o'tib, bu so'zida mundaq deydi. So'zlatib, Payg'ambar alayhisalom, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam so'z aytibdi. Orada men minib ketib o'tatdim dedi Payg'ambarimiz. Tuyuqsiz osmon tarafdan bir ovozda anglab qoldim. Ko'zimni ko'tarib qarasam, mana g'ori Hirada kelgan farishtaning o'zi osmon zaminning orliqida liq kagidek bir o'rindiqda o'tiribdi dedi. Shuni bilan yana qo'rqib ketdim. Bu bosqich hamda vahiy birinchi qatim kelib, ma'lum mezgil uzilib qolgan. Vahiyning uzilib qolishi haqida necha xil ko'z qarashlar o'tirib chiqqan. Ba'zan 2 yil degan, ba'zan 3 yil degan. Bu to'g'ri qarash emas. Lekin vahiyningki uzilib qolgan vaqti shu 10 necha kun atrofida faqat. Shunda yana qaytib keldim deydi. Men bu uyga ikkinchi qatim qaytib kelishim. Shunda dedimki, men yo'gab qo'yinglar dedim. Shu vaqtida Alloh subhanahu va taolo Estaizu billah ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir deb shu sura Muddassirninki 5-oyatgacha nozil qilindi, vahiy tushirildi. Birinchi qatimliq vahiyda Iqro bismi orqali payg'ambarimizning nubuvat payg'ambarlik ishoratini olib kelgan bo'lsa, ikkinchi qatimliq vahiyda sura Muddassir orqali payg'ambarimizniki haqiqiy da'vatchi payg'ambar bir risolat vazifasini olib kelgan vahiy bo'ldi ma. Endi vahiy oyatning umum mazmunida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki endi o'sha da'vat vazifasini o'z ustiga olib shu vazifani davomlashtirishini va shundaqlab bu qarshi jang e'lon qilishni, da'vat vazifasini, risolatni yetkazish talab qilingan oyat bo'ldi bu. Endi mushu vahiy tushgandan keyin endi undan keyin vahiy uzilib qolmay qadam-qadamdan ko'plab orqa holatda vahiy kelishga boshladi. Endi tabi'ahu Abdullah ibn Yusuf. Bu hadisga Abdullah ibn Yusufni ergashdi degan bo'ldi. Bu degani emas, masalan, tungi hadisda Yahya ibn Bukayr degan kishi Imom Buxoriyning ustozi, u odam Ibn Shahob bilan ikkisi oralig'ida bir ravi bor. Ondan Yahya ibn Bukayr Imom Buxoriyga u hadisni so'zlab bergan. Tungi farishtadan tushgan hadisi. Undaqda bu ergashdi degan gap hadis ilmidagi bir xil atalg'i bo'lib, masalan, bir odam masalan tungi hadis rivoyat qilgan Yahya ibn Bukayr degan Imom Buxoriyning ustozi bir hadisni bir sahobidan, o sahobidan bir tabi'in, o tabi'indan yana bir olim, undan yana bir olim mesela Ibn Shahob az-Zuhari, undan Aqil deb masalan 4-5 ravi rivoyat qilib kelgan bo'lsa, Yahya ibn Bukayr degan. Mushu Yahya ibn Bukayr degan Imom Buxoriyning ustozining o'rnida mesela Abdullah ibn Yusuf degan kishi tushib bu hadisni Yahya ibn Bukayrdan boshqa Abdullah ibn Yusuf degan odam shu Yahya ibn Bukayr anglagan odamlarning o'zidan anglagan bo'lsa, bu hadisni ergashdi deymiz. Undaqda bu hadismi yana hadisning ma'nosi o'zi o'xshash bo'lsa, ya'ni ikki hadis shaklida muomala qilindi. Bu yuqori hadisni hamda Yahya ibn Bukayrning yuqori hadisiga Abdullah ibn Yusuf, Abu Salih qatorliq kishilar ergashgan ekan. Uni kishilarga mesela Hilal ibn Raddadi, İmam Zuhri'den ergashgan ekan. Bu hadisni bir sahobidan rivoyat qilingan shaklni rivoyat qilgan olimlar, hadisshunoslar ko'pligi chiqib turdi bundan. Ammo Yunus va Ma'mar degan kishilar shu hadisni rivoyat qilgan kishilar bo'lib, endi hadis tungi 3-numurlik hadislar bir-biriga bog'lanib ketgan, kirishib ketgan hadis va deyilayotgan gaplar tungi 3-hadis qarta deyilayotgan gap. Shu hadisga mazmunlar qarta. Endi Yunus bilan Ma'mar degan bu ikki odam hadisni rivoyat qilgan vaqtida, masalan, tungi hadisda payg'ambarimizning yuraklari titrab ketgan, yuraklar sep ketgan degan iborat kelgan. Lekin Yunus va Ma'mar degan bu kishi yurak degan iboratni ishlatmay, bu yerda payg'ambarimizning shu gadini titrab ketgan degan iboratni ishlatgan. Faqat o'xshamaydigan tarafi
Yuqorqi ravilarniki rivoyatida yurak titrab ketgan degan so'z ishlatilgan bo'lsa, Yunus va Ma'marning so'zida gadini titrab ketgan degan iborat ishlatilgan. Biroq ikkili iborat, ikkili so'z faqat shu yerdagi jiddiylik holatini bildirdi. 5-hadisda Imom Buxoriy bizga mundaq deydi. Bizga Musa ibn Ismoil hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu Musa ibn Ismoil undaqda Imom Buxoriyning ustozi. Bu odamniki kunyasi Abu Salama at-Tabzuki degan nom bilan mashhur. Bu odam shu Abbosiylar davridagi dastlabki bosqichlarda tug'ilgan. Bular Abu Ja'far al-Mansurning zamonida. Bu kishi buni ko'p hadis rivoyat qilgan daniq muhaddislarniki bir davrdagi. O'zi ko'p tabiinlardan hadis rivoyat qilgan. Ayni vaqtida mesela Abdullah ibn Mubarak o'xshash kishilardan. Bu odamdan hamda Imom Buxoriy, Abu Davud, mesela Yahya ibn Ma'in, Abu Zur'at ar-Razi qatorliq shu o'z zamonasining mashhur hadis olimlari bu odamdan hadis rivoyat qilgan. Bu odam qarta ulamolarning turli baholari bo'lib, yaxshi baholarni bergan. Ishonchli odam, Basrada biz uningdek odamni ko'rmagan edik degan edi Abu Hatim ar-Razi. İmam Zahabi rahmetullahi aleyh bu adamı sübetləb, işencilik məzmut adam deb sübetləgən bolsa, Yahya ibn Ma'in degan dağlıq hadis alimi bu adam işencilik amanetdar adam degan sübetli bergan. Bu adam Hicriyaniki 223-yil Recep ayida Basrada olimdan o'tgan. Bu adam deydi hamda bizga Abu Awana degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shundoq deydi. Undaqda Abu Awana degan kishini kim o degan vaqtda bu adamning ismi Vaddah ibn Abdullah al-Yashkuri. O'zi tabiinlardan. Bu adam o'zine ait ishonchli hafizlardan. Hafiz degan bir sifat hadis ilmida, hadisni ait ko'p yodlagan, mazmut, ishonchli odamlarga beriladigan bir javob. Bu adamniki shu 6 ta mashhur hadis kitobi bor. Shu kitoblarniki hammasidek asosan bu adamning rivoyat qilgan hadislari mavjud. Bu adam asli aynı vaqtdagi islom ishg'oliyat harakatlarida Jorjandan, Irandan asir ilingan urushda keyin shu o'ziki xo'jayinniki qo'lida yaxshi tarbiyalanib, yaxshi o'qib hadis ilmi bilan mashg'ul bo'lgan. Keyin Basrada o'lib ketgan. Hijriya 176-yil Basrada o'lib ketgan. Bu adamning ko'p ustozlardan, tabiinlardan hadis rivoyat qilgan bo'lsa-mu, bu adam dimmi ham shundaqla jiq kishilar hadis rivoyat qilgan. Undaqda ko'p odamni ustoz tutgan va ko'p odam bu odamni ustoz tutgan bir buyuk ayni vaqtdagi hofizlardan undaqda. Bu odamga ulamolar hamda turli baholarni bergan. Bu odamga berilgan baho nihoyatda yaxshi. Masalan, Abu Zur'at ar-Razi mashhur hadis olimlaridan. Bu odam o'zining kitobidan hadis bayon qilsa, buni o'zining yozgan kitobidan demakchi-da. Buni ishonchli deb shundoq. Abu Hatim ar-Razi bo'lsa, bu odamning yozgan kitoblari to'g'ri, xato yozilmagan deb shundoq degan. Bu odam rostchil, ishonchli deb menga paloni pustani hadis olimlaridan bu odam menga sevimliroq degan. Undan boshqa Yahya ibn Xatto degan kishi hamda Abu Awana o'zining kitobidan, o'zining yozgan kitobidan so'zlab bersa, Shu'bining yodlagan hadislaridan menga yaxshi deb sifatlagan. Undaqda bu odamning xili ulamolarning bahosiga erishgan bir ishonchli ulamolarning biri. Endi bu Abu Awana degan kishi mundaq deydi. Bizga Musa ibn Abi Aisha degan zot hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu odam hamda Musa ibn Abi Aisha o'zi shu Kufilik odam. Kufilik bo'lib, shu o'z zamonasidagi nihoyatda daniq olimlardan ham zohid obidlardan. Bu odam Said ibn Jubayr qatorliq mashhur ayni davrdagi ulamolardan hadis rivoyat qilgan. Bu adamdan ko'p Ibn Uyayna deymiz, Sufyan as-Savri deymiz qatorliq ulamolar hadis rivoyat qilgan. Bu odamda Ibn Uyayna degan daniq olim shundoq deydi. Men davomli ko'rsam Allohning zikr qilgan holatni ko'ratdim deb shundoq deydi. Bu odamniki bir qo'shnisiniki degan so'zda ayni vaqtida beshimni ko'tarsamlam, qarsam namoz o'qigan holatni ko'ratdim degan. Undaqda bu odamga berilgan bu baholarni nihoyatda yaxshi baholar berilgan. Endi bu odam deydi, bizga Said ibn Jubayr hadis so'zlab bergan edi deydi. Endi Said ibn Jubayrning hayoti nihoyatda ko'p azob hayot to'lgan bir hayot. O'zi ayni vaqtdagi nihoyat daniq qori, tafsirshunos, hafiz, ya'ni bu hadis ilmidagi berilgan nom.
Ebu Muhammed yoki Ebu Abdullah degan kunya bilan mashhur. Bu odam Hijriya 46-yil tug'ilib, Hijriya 95-yili o'lib ketgan. Demak, bu odam 50-niki qarsini olmagan ahvolasida o'lib ketgan. O'zi tabi'in, taqvo, o'zi olim odam. Bu odam shu Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Oysha onamiz qatorliq sahobalardan o'qigan. Onun için bu adam ki Kupe'de yaşayıp Kupe'da muşulardan öğrengen ilmini şöyle takatkan. Bu tabi'ler işledeki ayeti kattı büyük ulema. Öz zamanındaki imamı. Bu imam yerdeki gep mescidden imam emez. Bir ilim ulemaları, ehli ilimleri verilgen şu vaktdeki büyük namemde. Birak bunu Haccac ibn Yusuf Sakafi öldürüp etken. Bu zat Haccajga qarşı çıkıp aynı vaqtida Haccajning şu boysunmagan, hem Haccajning g'ayat ko'p zolimlikni bilgandan keyin keyin hamda bu adam Haccaj tutush buyruq chiqarib, bu adam qochib Asbahanlarda, Ironda yurib, hozirgi Fars mamlakatlarida. Keyin shu Makkaga kelib, shu Makkadan Madinada, Makkadan yo'shirin yurgan bu adam. Vaqtida shu Hijozning valisi Xolid ibn Abdullah kishi bu kishini tutib Said ibn Jubeyr'ni, bunun iki dostu Ata ibn Abi Rabah, Dinar qatarlıq şu vaxtdaki büyük alimlar. Bular hem de zulüm karşı, Haccac karşı isyan götürgen, bununki zulmün kabul kılmagan büyük ulema alimde. Yani ulemalar her zaman da özünki haqqını sözge vaqtida bu çoxum azap uçuraydı. Buların azap uçuruşu bir haqiqatniki bir ma'lum bir ifadesi hem de. Bu Haccajdan qaşaq bağan bu kişi şu özü tutuqlanıp şu Haccajninki oldida so'roq tortilgan. Haccajlar nayt nurg'un munozirlar bo'lib, Haccajmi bu kishiga nayt gap deb bermay, o'zinki haqiqiy maydonida ko'p turib, mol dunyo bilan mansab bilan aldash usulini qo'llangan bo'lsa-mu, bu odam yana mol dunyoga aldanmagan. Hamda Haccajninki bu xilma-xil qiziqtirishlari kelmagandan keyin ahire boysunmaymış şu Haccac öldürüp etken. Bu öldürüp etken aletlerine ait bek adamның diqqatini çektiğen sözler kılınan bu aralıkta. Lekin bu adam şu ölüp gittiği vaqtida Haccajninki zina dua qilgan. Ey Allah, menden kim bu bir adamni o'ltamsin hamda onu bir adamga musallat qilmagan deb dua qilgan degandek bu bir necha oyga bormay Haccajmi o'lgan. Bu adamni Allohni zikr qilgan holatda o'lib ketgan mashhur buyuk tabi'inlardan. Bu kishi ham Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilyapti. Abdullah ibn Abbas payg'ambarimizniki jiyani, Hazrati Abbas ibn Abdulmuttalibniki o'g'li. Bu kishi Toyibda o'lib ketgan. Bu kishiniki tarjimalimi burungi darslarda chiqdi. Abdullah ibn Abbas hamda tövendiki oyatni tafsir qilish jarayonidagi mazmunlarni so'zlatdi. Bu sura Qiyominiki 16-oyatida bu oyatda Estaizu billahi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Bununki mazmuni vahiy jarayonida oldirab tilingni mildirilab ketma, mildirilib ketma degan xitob, payg'ambarimizga deyilayotgan xitob bu hamda. Hamda Abdullah ibn Abbas shu orliqda mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam Qur'on tushgan vaqtida, vahiy tushgan vaqtida esik elilish uchun qattiq urinib ketadi deydi, bilishib bir xil jiddiylik holat bilan. Hatta o'ziga ikki qalbini ko'p medriltib ketadi. Hamda Abdullah ibn Abbas shunday deydi: "Men sizlarga payg'ambarimiz medilatgandek mediltib beray deb mediltib berdi. Qanday medilatganligini masalan. Said ibn Jubayrmi shu hadis rivoyat qilib bunday deydi. Men Abdullah ibn Abbasning ikki qalbini qanday medilatganligini ko'rgan shaklda mediltib beray sizlarga deb bu odammi o'zining shogirdlariga ikki qalbini mediltib berdi. Nəhayət tiz boz kerakda. Allah Taala şu vaqtida tövəndiki ayətni tushirdi. Qur'onni esingga elib olish uchun oldirab, tilingni bek mediriltib ketma. O Qur'onni biz sana o'qib, uni biz sana jo'g'lab beramiz. Ya'ni seninki qalbingga biz o'rinlashtiramiz dedim debada. Şu vaqtda sen o'qiy olaysan dedi. Bu payg'ambarimizga qilinayotgan xitobda. Biz o Qur'onni o'qib bergan vaqtimizda, ya'ni Jibrilniki o'qishiga ergishib o'qigan dedi. Shuning bilan Abdullah ibn Abbas bu so'zni mundaq tafsirlayapti-da.
o Cibril'ninki okugan halatiga kulak sağın jim tuğayın deb sifatladım, tefsir kıldım ayetni. Andın summe inne aleyna beyana. O Kur'an'ni okup bolgandan keyin onu tushundirish bizning majburiyatimizdir degan ayetni bundaq tefsir kıldı-da. O Kur'an'ni seninki o'qishingga biz kapolatda degan mazmunda tushundirdim-da. Şu vaqtida Peygamber aleyhissalatu vesselam mesela bu ayet düştüğün burunlarında kalpkının ayeti ciddileşkende halatda bek mediriltip bek urunup ketken bolsunmu ma ayet düşkendan keyin Peygamber sallallohu alayhi vasallam Cibril aleyhissalatu vesselam vahiy elip kelgan vaqtida nayet jim quloq salatdi deydi. Cibril hamda vahiyni so'zlab bo'lib ketgandan keyin Peygamberimiz Cibril o'qigan şekilde şu pette o'qib beradi deydi. Demek bu şumu Peygamber aleyhissalatu vesselam'niki şu vahiy elip kelgan vaqtdagi jarayonlardagi xilma-xil Peygamberimizniki psixikalik holatlari hem türlük şu vahiyni qabul qilish jarayonidagi Rasululloh'niki hamda jafolarimi aks etilgan bu hadislarda. 6-cı hadisda mundaq deydi. Bizga Abdan degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Abdan undaqda Imom Buxoriyning ustozi bu kim o? Bu zat o'zi Abdullah ibn Osman al-Marvazi nomi bilan tanilgan, lekin Abdan degan ismi bakrak mashhur tonilib ketgan. Bu kishi Hijriyaniki 221-yili o'lib ketgan. Bu Marva hozirgi Turkmanistonda shu yerda o'tgan mashhur hadis olimi Ahli sunna vel jamoa firqasiga ulamolarning nazaridagi nəhayət məşhur hadis alimı oldu bu kişi. Bu kişi mesela Abdullah ibn Mübarek, Malik ibn Anas qatarlıq katta büyüklerden hadis anlayan, ular ustazı. Bu kişi hem de İmam Buxoriga, İmam Muslim, Abu Davud, Tirmizi, Nesai qatarlıq məşhur hozirgi davrda kitoblarni məşhur bo'lgan hadis alimlarga hadis so'zlab bergan. Demak, bularning ustozi İmam Buxoriyning, Abu Davudning ustozi bo'ldi. Bu adam bunda ilmi hizmetler qilib qolmasdan hatta hayotida shu davrdagi pulida 1 million dirham pulni sadaqat qilgan deydi. Shu o'z zamonida. Demak bu adam iqtisoddimi, ilmdimi shu paytlarda hali ko'zi ko'ringan kishi ekanda. İmam Zahabi rahmetullohi alayhi bu kishini sifatlab, ishonchli imom edi deydi. Undaqda hadis qabul qilingan mashhurlardan. Endi bu Abdan degan zat shunday deydi, bizga Abdullah xabar bergan edi deydi. Bu qaysi Abdullahda undaqda? Bu turklarning faxri Abdullah ibn Mubarak degan zat. Bu adamniki dadisi turklardan, onasi Xavarizmdan. Demak, Xavarizm hozirgi O'zbekistonda, bir qismi Turkmanistonda. Undaqda bu adam shu turklarniki faxri ham nayt katta savdogar shu ayni vaqtlarda ekan-da. Bu Türk alim hem de Hicriye 118-yili Umayyalar zamanında tug'ilgan. 20 yoshga kirgan vaqtida shu ilm elish yo'liga bangan bu adam hem de. Şundan başlap ben nurg'un shu islom dunyosida aylanib nurg'un tabiinlardan hadis o'rgangan. Endi davomli safarda bu adam shu o'zini aytib shu vaqtida ham ilmnimi, ham alamdimi ve şundaqla iqtisodnimi ko'zi ko'ringan. Bu adam nayt ko'p safar qilgan-ki. Bu hadis ilmini shu o'rganaman deb, hadis to'playman deb Yemen, Misr, Sham, shu Iroq, Suriya, Basra, Kufa qatorliq shaharlarga nayt necha qatim qatnab borgan dedi bu adam. Bu adamniki shu hadis ilmi bilan shug'ullanishga sabab bo'lgan bir hadis nayt bek ta'sir qilgan ekanda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisinde mening bir ümmetimden şu özün diniga münasebetli 40 hadisini yodlab qilgan bo'lsa, Alloh taolo bu odamni qiyomat kuni shu olimlar, faqihlar guruhi bilan shu guruhda Alloh tirildirdi degan hadis ta'sir qilib, shundan ko'p hadislarni bu odam rivoyat qilgan, ham shu hadis ilmini o'rganish uchun kuch talab qilsa bel bog'lagan bu odam. İshaq ibn Rahavi, Yahya ibn Ma'in qatorliq hadis olimlari bu adamniki shogird bo'ldi. Bu shogirdlar Imom Buxoriyga ustoz bo'lgan kishilarning vaqtidagi. Bu adamniki yana bir go'zal qilmishlardan bu haj vaqt bo'lgan vaqtida shu Marvada, hozirgi Turkmanistonda o'zining shu do'st yoralarini, taqvo solihlarni yig'ib
deydiganda biz hajga borayli degan ekan, o'zing boshqalarni biz hajga borsak deb maslahatlashib qo'ygan ekan. Undaqda pulingni ekanglar deydi ekan. Endi qanchalik topsa shu pulni oldiga qo'ygan ekan, bu odam sanomaylar hamma pulni bir sanduqqa tashlab bilan qulib soldi ekanda. Hozirgi Turkmanistondan Marvadan Bag'dodga kelib, Bag'doddan Makka, Madina, shu muqaddas shaharlarga kelib, anda Madinaga kelib hammalarga so'g'i salomlarni ep berdi ekan. Sen manch pul berding, sen manch pul berding deyish yo'q. Sanomaylarmi? Makkadan so'g'i salomlarni elib, Marvaga, Turkmanistonga olib berib, uylarni chiroyli oqlab, gajlab, yasaytib hamda yani şu hajdan qaytganingizda 3 kundan keyin cho'ng bir to'y qilib berdi ekanda. Tamoqni yegizib bo'lib, ondan sanduqni qaytadan ichib qolgan pulni bularga ulashtirib berdigan gap. Bumi bu odamning bir taqvolikning, zoitlikning bir ifodasi. Bu odam hijriya 181-yili Iroqda dunyodan o'tgan. Abdullah ibn Muborak bu yerda bizga Yunus degan zot xabar bergan dedi muhaddisni. Bu Yunus kim o desek, Yunus ibn Yazid al-Qurashi. Bu adam biz tüngi ders degan İbn Shihab Zuhari'ninki yaqin dostlarınınki biri. Bu adamın ait katta muhaddis hem tabi'in. Bu adam hazırqı şu Iordaniyaniki Eyle degan şehirden. Bu adam 159-yili Mısırda ölüp ketken. Belki Abdullah ibn Mubarak şu Mısır, Iordaniya, Şam diyarlarida yurgan vaqtida ko'rishgan bo'lishi mumkin bu ustoz bilan. Bu Yunus degan zot ko'plagan bir qism sahobalarning bolalaridan, Rasulullohning oil tavobat urug' tuqqanlaridan izlab yurib shulardan hadis o'rgangan bir muhaddis. Bu zotning asosan hadis olimlari ishonchlik yozgan kitoblari, hadis kitoblarini to'g'ri, rostchil degan sifatlar bilan sifatlagan. Endi bu Yunus degan zot İmam Zuhri'da rivoyat qilibdi. Bu İmam Zuhri İbn Shihab Zuhari deb shu nom bilan mashhur, Zuhri nomi bilan mashhur. Bu kishining tarjimali burungi darslarda o'tab bo'ldi. Endi İmam Buxoriy hadisni bu yerda to'xtatdi. Ma isnodni, ma raviylarni bu yerda to'xtatib, bu yerdagi ha degan iborat bu isnod isnoddadir bu yerda to'xtatib turib, yana bir qoida, shunga o'xshaydigan qoida bir isnod bilan rivoyat bilan bayon qilinmoqchi. Yana hadis qilib bizga Bishr ibn Muhammad deydi İmam Buxoriy rahmatullohi alayh. Bishr ibn Muhammad kim o? Bu adam 224-yili o'lib ketgan adam. Marvazi nomi bilan mashhur. Marvazi deganda bu odamning yana shu hozirgi Marvada o'tgan, Turkmanistonda o'tganligi chiqib turdi. Bu adam hamda shu Abdullah ibn Muborakningki yana bir shogirdi sanaladi. Abu Ja'far an-Nuhas degan hadis olimi bu odamni ishonchlik zot degan sifatni bergan ekan. Endi bu Bishr ibn Muhammad deydi, bizga Abdullah xabar bergan edi deydi. Bu Abdullah biz bayatdan gapni qilgan Abdullah ibn Muborak shu. Endi Abdullah ibn Muborak deydi, bizga Yunus xabar bergan deydi. Bu Yunus biz oldida bayatdan so'ziga Yunus shu. Yunus va Ma'mar. Yani Abdullah ibn Muborakka Yunus bilan Ma'mar ikkisi o'xshash tang so'zlab bergan ekan. Ma'mar kim edi unda? Endi Ma'mar ibn Rashid bu kishi. Bu kishi o'zi hijriya 153-yili o'lib ketgan. Bu mu hadis rivoyat qilgan ulamolarning biri, muhaddislardan, o'zi Basrlik. Bu odam keyingi mezgillarda Yamanda o'lib ketgan. Chunki Yamanda shu yerda yerlashib, Yamandan to'y qilib shu yerda o'lib ketgan. Bu kishi mu İmam Zuhrining, İbn Shihab Zuharininki yaqin shogirdlaridan. Shu odam bilan davomli birga turib bu odamdan ko'p narsalarni o'rgangan. Bu odam Yamanda ham asosan shu dars o'qitish bilan, fatvo ishlar bilan mashg'ul bo'lgan. Hamda hadis ulamolari bu odamga bergan baholarda o'zi faqih, nayt hofiz edi, nayt aqlli odam edi, ishonchli odam edi degan sifatlarni beribdi. Ham İmam Zahabiy rahmatullohi alayhi bu odamni sifatlab hujjat imom, hofiz imom, islomning shayxi, büyük ishonchlik, mashhur zot deb bunday sifatlarni bergan. Bir qism kishilar bo'lib İmam Nasai rahmatullohi alayh bu Ma'mar nayt ishonchlik, omonatdor odam desa, Yahya ibn Ma'in ishonchlik odam edi deydi. Bu odam hamda ko'plagan ayni vaqtdagi ulamolardan hadis rivoyat qilgan. Bu odamdanmi ko'plagan shogirdlar hadis rivoyat qilgan. Mesela Abdullah ibn Muborak, Ibn Uyayna,
degandek zatlar. Mesela Abdurrazak Sanani deymiz. Şu Yemen'deki en vaxtdaki ölüm aldırdın. Endi bu kişiler Yunus ve Ma'merler Zuhri'den rivayet kıldı. Zuhri ben İbn Şahab Zuhri şu. Onun okşaş deydi. Endi Yunus baştaki rivayette şu Yunus Zuhri'den muş hadisten adırkı hadisten ki mesela biz tüy sözlemek olan aslında bu hadis. Muşның özüne bayan kılgan bolsa, rivayet kılgan bolsa Ma'mer Ömer İbn Zuhri'den İbn Şahab Zuhri'den muş hadisga okşap ketadigan mazmundagi bir hadisni rivayet kılgan deydi. Ondaqda İmam Zuhri deydi, "Manga Ubeydullah ibn Abdullah haber bergen edi" deydi. Ondaqda bu hadisni rivayet kılgan adam İmam Buxariyga ikki boldu. Biri Abdan, biri Beşir ibn Muhammed. Bu İmam Zuhri'ga bu hadisni sözlep bergen Ubeydullah ibn Abdullah degan zat. Bu kishi şu Hijriyaning 98-yili ölüp ketgan. Özü tabi'in, Medinede yaşagan adam. Bu kishi aytib ko'p hadis rivayet kılgan. Medinede biz necha kun deb kelyapmiz, Medinedagi eng danliq 7 faqih o'tgan deb. Şu 7 faqihning biri Medinedagi ayt katta olimlardan, hatta Ömer ibn Abdülaziz'ninki ustozi bo'ldi bu adam. Bu kishi hamda Peygamberimizning sahabelardan Abdullah ibn Mesudga tuqqan kelgan adam bu hamda. Tuqqan keldi. Bu adam şu Medine'de yaşaganken, Medine'den ayt köp ulamalarning qo'lida hadis o'rgangan, ilm o'rgangan. İmam Zuhri bu adamni sifatlab şu ilmde dengiz adam edi deb sifatlangan ekan bu adam. O'zinki oxirgi hayotlarida bo'lib shu ko'z ko'rmas bo'lib qolib qari holatda dunyodan ketgan. Bu kishi nurg'un sahobalardan hadis rivoyat qilgan, mesela Abdullah ibn Abbas, Abu Hurayra, Aisha, Abu Talha, Zayd ibn Khalid, Abu Said al-Khudri degandek. Bu adamdan munayati ko'p kishilar hadis rivoyat qilgan. Mesela shagirdi Ibn Shahab Zuhri, undan boshqa mashhurlardan Salih ibn Kaysan qatorli hadis olimlari bu adamdan hadis rivoyat qilgan hamda. Bu adamda İmam Vaqidi degan mashhur ulama, ishonchli faqih olim edi, ko'p hadis rivoyat qilgan, ko'p she'rlarni biladigan odam edi deb sifatlangan. Abu Zar at-Razi bo'lsa ishonchli omonatlar imom deb sifatlangan. Undaqda bu odamning hadisi qabul qilinadigan turdagi hadislar qatoriga kirdi. Endi bu adam Abdullah ibn Abbasni rivoyat qilibdi. Ustoz bo'ldi hamda. Abdullah ibn Abbas Peygamber sallallohu alayhi vasallamning jiyani. Bu kişinin tariximi tüngi derslerde ötep buldu. And bu kişi deydi Abdullah ibn Abbas. Peygamber aleyhissalatu vesselam şu adamların içinde en sehi mert adam idi deydi. Bolup mu Cibril aleyhissalatu vesselam Ramazan'da kilip uçuraşqa vaqtida teximi bek sehi bulup ketetti deydi. Cibril aleyhissalatu vesselam Ramazan aylarının her keçileri Peygamberimizle uçuruşup Kur'an'ı muzakir kılıp Kur'an'ı hem de bir yerde Cibril aleyhissalatu vesselam hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le uçuşup ulpetleşip Kur'an'ı şu Ramazan aylarında olabilir keçlerde tekrarlaşıp, düşünüşüp, bir mulayez kılışıp degende hem de Kur'an tadqiqatını kılış bir degende. Hatta hem de Peygamber aleyhissalatu vesselam muş yaxşı işler kelgan vaqtda nayet mert seх edi deydi. Hatta oxştup bu yerda salqın mayin şamaldımı bekrek sex edi deydi. Undaqda hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki bu iki esil sübetler bayan kılınıptı. Bunu da Ramazan'da Resulullah'ınki biri nayet sexiliki, mertliki sifatlangan bolsa, yani biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki bu ayna alayda bir xil Kur'an iyi, Kur'an tadqiq qildigan, Kur'an o'rgandigan, o'rgitidigan, Kur'an'ni tefekkür qildigan bir oy qilib belgilaganligi chiqib turibdi. Alloh taolo hammamizningki shu Ramazon oyini Kur'an iyi, yaxshilik iyi qilishga Alloh muyassar qilsin. Va sallallohu alayhi. 7-hadisni o'qiyapmiz. İmam Buxoriy shundoq deydi: bizga Abul Yaman Hakem ibn Nafi degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Abul Yaman degan kishi o'zi Himislik, Suriyaning Shomning Himisda tug'ilgan, shu yerda tug'ilgan odam. Bu adam Hijriyaning 222-yilda o'lib ketgan. Bu kishi hamda shu ayni vaqtdagi musulmonlarning eng katta muhaddislardan, hadis rivoyat qilgan raviylardan. Bu kishi eng buyuk ikki ulug' hadis olim bor. Bu ikkalarining ustozi u bo'lsin İmam Ahmad ibn Hanbal va Muhammad ibn İsmail al-Buxoriyning.
Bu adamga ulamolar bir qism yaxshi sifatlarni bergan. Bu adam ishonchlik, rostchil, esil odam degan edi Abu Hatim Razi. Bu kishini Yahya ibn Ma'in ishonchlik odam degan. Yahya ibn Ma'in bu odamniki shogirdi bo'ldi undaqda. Bu adam o'zi Hemis'ten Damashqqa kelib, Abbasiylar davrida qozilik mansibida turgan. Abul Hakam, Abul Yaman Hakam ibn Nafi' deydi, bizga Shuayb hadisni bizga xabar bergan edi. Zuhriydan dedi. Bu Shuayb kim deganda, bu odam ham Hijriya 162-yil o'lib ketgan. Shuayb ibn Dinar degan ishonchli hofiz muhaddis adam. Bu odammo o'zi Hemislik Umaviylar tarafdori. Undaqda bu adam İmam Zuhriy rahmetullohi alayhiniki katibi bo'lgan, yozuvchisi bo'lgan, xatnat, chiroyli odam ekanda. Hatto İmam Zuhriy bilan shu Makkaga birga hamrohlab kelgan. Xatnat go'zal, chiroyli bo'lganlikdan Umaviylarniki sultoni Hisham ibn Abdulmalikniki zamonasida xattat bo'lib ishlagan. Ulamolarning bu vaqtda bu odam to'g'riliq yaxshi baholarni bergan. 6 mashhur hadis kitobida bu odamniki hadislar bor. Bu odam ham o'lib ketgan vaqtida o'ziniki bolalarini, o'zining do'stlarini chaqirib, mana shu meniki kitoblarim, shu kitobimning o'zidan rivoyat qilinglar deb o'zining yozgan kitoblarini o'zining o'g'illariga, shogirdlariga omonat qilib topshirgan bu odam. Bu kishi hamda Abul Yaman Hakam ibn Nafi'ning ustozi bo'ldi, Imom Zuhriyning shogirdi bo'ldi. Hamda Imom Zuhriydan rivoyat qildi bu odam. İmam Zuhriy'nin tarixini biz neçə günün davatımız. Muhammed ibn Muslim Şihab az-Zuhri namıyla meşhur bo'lgan alim. Bu adam dedi İmam Zuhri, bana Ubeydullah ibn Abdullah ibn Utbet ibn Mes'ud sözlep bergen edi, haber bergen edi dedi. Bu kişinin tarixini biz tünüge 6. numaralı hadiste sözlep bulduk. Endi bu kişi Abdullah ibn Mes'ud'dan anlagan de, Abdullah ibn Mes'ud bu adamga xabar berib, Abu Sufyan ibn Harbning bu adamga so'zlab berganligini anglagan edim dedi. Abu Sufyan ibn Harb o'zi Muaviyaniki dadisi bo'ldi. Payg'ambarimiz bilan uzun yil urushgan. Abu Jahl o'lgandan keyin, Badr urushida o'lgandan keyin shu Qurayshliklarniki harbiy qo'mondoni, rahbar bo'lib, ta payg'ambarimiz Makkani ozod qilgan qadar Rasululloh bilan qarshilashib kelgan. Hijriyaning 8-yili Allohningki fazli marhamati bilan Müslüman bo'lgan bu adam o'zini aytdi esil, aqlli arablarniki katta zakiylardan. Keyingi mezgillarda islom ko'rsatgan tuhfatlari munoyatda zo'r. Endi bu Abu Sufyan Abdullah ibn Abbasga so'zlab beryapti-da. Bu Abu Sufyanning so'zlayotgan demoqchi bo'lgan masalasi o'zining kofir vaqtida, mushrik vaqtida Sham diyorida bo'lgan bir voqealikni deb bermoqchi endi. Endi Abu Sufyanning asli ismi Sahr ibn Harb. Abu Sufyan kunyasi bu yerda. Endi bu yerda Abdullah ibn Abbas so'zlab bergan so'zi tuvandikcha. Abu Sufyan mundaq dedi endi. Herakla bu odamga Abu Sufyonga odam elchi avatibdi-da. Shu oraliqda Qurayshlarning bir necha odamlar bilan bu karvonlar tug'an ekan. Bu undaqda Herakla odam avatgan qaraganda bular Shamdagi holatda. Chunki ular shu vaqtida Şam'da ticaret bilen Şam'da edi dedi. Bu vaqt qanday vaqt edi deganda Peygamber aleyhissalatu vesselam bilen Quraysh kafirleri ve Abu Sufyan qatorliq Mekke'nin kattıları to'xtam tuzgan, sulh tuzgan vaqtlar. Chunki bundan burun bular Şamga tijorat uchun mang'anmagan. Badr g'azotasidan keyin bularning savdosi tijarati to'xtab ketgan ko'pincha. Sulh tuzgandan keyin ondan bular yani qaytadan bularniki ishlari jonlanib, tijarati jonlanishga boshlagan. Undaqda bu voqea qachon yuz bergan deganda Hijriyaning 6-yildan keyin yuz bergan bo'ldi. Chunki Sulh Hulaybiya 6-yil yuz berganda bu Heraklining avatga elchisi bu Abu Sufyanningki karvonlari Iliyadagi vaqtda kelibdi. Iliya shu Baytul Maqdisniki, hozirgi Falastindagi Baytul Maqdis Aqsa masjidi shu shaharniki kona burunqi nomamda. Ularni Abu Sufyanniki bu karvonni shu Heraklining majlisiga da'vat qilibdi-da, chaqiribdi shu yerga. Heraklining atrofida shu vaqtda Rumning eng kattalari bor ekan. Poplar, shu cherkovniki cho'ng xizmatchilari degandek, davlat arboblari hammasi bor ekanda.
Shu paytlar hamda Herakliniki shu Parislar bilan bo'lgan bir urushda Parislarni bir yengib bilib Baytul Maqdisga shukr qilish uchun hamda haj qilib borgan vaqt ekan. Shu xristian dunyosiniki muqaddas yerda hozir qadar hamda xristianlar shu Baytul Maqdisga haj qiladi. Ondan Herakla ularni chaqirib tarjimonni chaqiribdi hamda. Chunki Herakla arab emas, o'ziniki yakka ayrim tili bor. Buni tarjimonni chaqirib mundaq debdi-da. Qaysinglarning nasibi eng yaqin debdi. Mavi o'zini payg'ambar deb atib olgan odam bilan qaysinglar yaqin nasab jihatda degandan keyin Abu Sufyan men ularning ichida eng nasab jihatda yaqin dedi. Chunki Abu Sufyan bu yerda Umayya jamoatidan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Hashim jamoatidan. Bularniki yani ishkilalarniki cho'ng dadisi yani Abdumanap. Abdumanap 4-chi cho'ng dadisi bo'ladi-da. Ben payg'ambarimizning Abu Sufyanning cho'ng dadisi. Undaqda bular bir navrt qoldi bo'ladi bu yerda. Herakli debdiki, "Menga yaqin eklanglar bu ne?" debdi Abu Sufyanni. Lekin buning do'stlarini, hamrohlarini yaqin qilinglar, ularni uning oqisi qo'yib qo'yinglar deb shunaq dedi. Endi bu yerdagi buni Abu Sufyanniki hamrohlarini Abu Sufyanning keyniga qo'yib, Abu Sufyanni safning oldiga chiqarishlik sabab nima degan vaqtda bir qism ilm oldi debdi. Agar navoda Abu Sufyan yolg'on aytib qolsa, ular o'ziga qarab tursa raddiya berolmaydi. Shunga o'ziga qaramagan ahvol ostida bir odam ko'mga odamga raddiyani yaxshi javob beradi deb o'ylab, hamda Abu Sufyanning yolg'on so'zlab qo'yishidan oldini olish va uning raddiya berishning tayyorligini qilib oqsi qo'yib qo'ygan deydi. Ondan Herakla o'zining tarjimoniga so'z qilib mundaq debdi-da. Ularga da tarjim qil deydi. Men buningdan bu odam haqida so'rayman. Ya'ni Abu Sufyandan payg'ambar haqida men so'rayman. Agar menga bu yolg'on aytsa, menga yolg'on gap qilsa, uni yolg'onchi danglar. Ya'ni u payg'ambarning yolg'onchi danglar. Abu Sufyan shu vaqtga o'ziniki holatini deb mundaq deydi. Azbiroy Xudo agar meni yolg'onchi deb bir nomim chiqadigan bir avvaldan ensirash, hayo qilish bo'lmagan bo'lsa, albatta u haqida yolg'on aytdim deydi. Ya'ni payg'ambar alayhisalom to'g'riliq yolg'on gap qiladi deydi. Ya'ni arablar azaldan bular yolg'on aytmaydi. Arablarniki burunqi shu jahiliyat davrida bu yolg'onchilik bularniki aytdi. Nom shuhratiga dog' deb qarab hech qanday bir yolg'on aytishni bu cho'ng ayb sanatda. Heraklining mendan tunji so'rgan savoli mundaq dedi. Sizlarning oranglarda uning nasibi qaysi shaklda, qaysi nasablik adam debdi. Men u oramizda nayt nasablik deb javob berdim. Herakli yana savol so'rab mundaq dedi. Sizlarning ichinglardan bu payg'ambar da'vatgan gapni burun birasi deb baqqanmi debdi. Men yo'q deb javob berdim. Savol so'rab Herakli uning ota-bobolaridan podsho bo'lib baqqanli bormi debdi. Men yani yo'q deb javob berdim-da. Herakli yana mundaq dedi. Uning erishayotganlar shu qavmniki esil cho'nglarimi yoki ojiz, zaif odamlarmi deb so'radi-da. Men javob berib, yo'q, kishilarning eng ojiz kishilar erishayotdi deb javob berdim. Herakli yana mundaq dedi. Ular kundan kunga soni eshiyotamdi yoki kemiyotamdi debdi. Men yo'q, kundan kunga eshiyotamdi deb javob berdim. Herakli yana mundaq dedi. Ularning ichida o'zing shu dinini, e'tiqodini o'chkirib, yomon ko'rib, yenib olganlar bormi? Islom diniga kirib ular debdi. Men yo'q deb javob berdim. Herakli yana mundaq dedi. Uni sizlar burun yolg'onchi deb ayblab baqqanmi? Mush o'zinki hozirgi da'vatgan gapini yoki tashviqotni qilishdan burun debdi. Men yo'q deb javob berdim. Herakli yana savol so'rab mundaq dedi. U gollamchilik qilganmi debdi. Men yo'q deb shunaq dedim. Lekin Abu Sufyan bu yerda azroq o'zi so'z qistirib qo'yapti-da bu yerda. Ya'ni bir xil Rasulullohga o'chmanlik va vaqtlari bu vaqtda. Biz hamda hozir uning bilan bir to'xtamda, sulhida bundan keyin nima ahvollar bo'ldi bilmaymiz dedi.
Ameliyatda Resulullah'ın yalgan aytmaydiganligini biladi. Lekin mush gapni qasdan mishal qistirib qo'yapti-da. Abu Sufyan shunday dedi. Buningdan boshqa gap qilish imkoniyatim bo'lmadi dedi. Herakla yani shunday dedi. Uning bilan siz urush qilib baqdingizmi? Debdi. Men ha deb javob berdim. Bo'lgan urushlarning natijasi qanday bo'ldi deb so'rabdi. Men mundaq dedim. Abu Sufyan javoban ba'zida u yengadi, ba'zida biz yengamiz deb javob berdi. Herakla savol so'rab yana mundaq dedi. Sizlarni qanday ishlar buyuraydi debdi. Abu Sufyan javob berib mundaq dedi. Yegani Allohga ibodat qilinglar. Allohga hech narsani sherik keltirmanglar. Ot bo'vanglar degan burunqi sapsatilarni endi tashlanglar deydi. Bizni namoz o'qishga, zakat berishga, rostchil bo'lishga, iffatlik bo'lishga, urug' tuqqanlar orasida sil-rahim, g'amxo'rlik qilishga buyuraydi deb javob berdi. Herakla tarjimoniga mundaq dedi. Uning so'zlar dedi. Ya'ni Abu Sufyonga ma gapimni o'rib ba, tarjim qilib ba deyapti-da. Bu yerda Herakla hamda Abu Sufyondan so'rgan savollarningga javobini anglab bo'lgandan keyin buning qarta o'zining ko'z qarashini bildirmoqchi. Herakla mundaq deb javob beribdi. Sendin o payg'ambarning nasabi haqida so'rsam, sen uning nasablik bir odam ekanligini bayon qilding. Payg'ambarlarning hammasi azaldan o'z qavmining ichida nasablik odamlar ichidan chiqdi. Men sendan bu gapni bundan burun shu arablardan biror kishi deb baqqanmi, bu payg'ambar da'vatgan bu so'zni deb so'rsam, sen yo'q deb javob berding. Men deymanimda agar bu gapni bu payg'ambardan burun biror odam deb sog'an bo'lsa, bu odamnimi burunqi o'zidan burun boshqalar deb bo'lgan gapni do'rab, shuningga taqlid qilib gap qilibdi, tashviq qilibdi degan bo'latdim. Endi uning oti bo'lsa ichida podsha bu paqqalli bormi deb so'rsam, sen yo'q deb javob berding. Men deyman undaqda, agar uning oti bo'vlirdan podsha bu paqqalli bo'lgan bo'lsa, bu odammi o'zining oti bo'lsin taxtini izlab talishibdi. Buning podsha bo'lish orzusi bor ekan degan bo'latdim. Men sendan uni burun sizlar mushu payg'ambarlik davosini qilishdan burun yolg'onchilik bilan ayblab baqqanmi deb so'rsam, sen yo'q deb javob berding. Undaqda men bilib yetdimki, odamga yolg'on aytib baqmagan odam Allohga hargiz yolg'on aytmaydi deb o'yladim. Ma Heraklining aytib bek ta'sirli so'z ham yerda. Men sendan uning erishayotganlar kishilarning kattalari, shu qavmning oqsoqollarimi, yüzüklerimi yoki ojizlarmi deb so'rsam, sen ojiz kishilar erishayotdi deding. To'g'ri, butun payg'ambarlarning erishguchlari ashunday ojiz bo'ladi. Sendin ularning soni kundan kuniga eshiyotamdi yoki kemiyotamdi deb so'rsam, ularning soni kundan kuniga eshiyotidu deb so'z eding. Iymon ashunday bir avvalki kamolatga yetganga qadar iman her daim mushtaq bo'lib turdi. Yani iman yoki haqiqat mushtaq e'tiqod kuchayib turdi degan maqsadni o'ylagan bo'lsa kerak. Bu mesela Peygamber sallallohu alayhi vasallamning zamonida bo'ldi-da, mesela Makka davri bo'lsin, Madina davri bo'lsin, ta İslamiyet vahiy to'xtagan qadar mu'minlarning soni kundan kunga ishib, Arab yarimorli asosan musulmon bo'lib, unda Peygamber sallallohu alayhi vasallam dunyodan ayrildi. Bu şu devirdeki bir tipik misal bununla. Men senden ularning ichida islom diniga kirgandan keyin o'z dinidan nafratlanib, dindan yinayotganlar bormi deb so'rsam, sen yo'q deb javob berding. Iymon ashundoq bo'ladi. Iymon nuri qalbni qoplagan vaqtida ashundoq bo'ladi. Ya'ni chingaydi, unida yolg'iz kelmaydi. Ya'ni iymonning halovatini qalb huzuri his qilgan vaqtida bu dindan shundoq bir huzurliq his qiladi, cheketmaydi deganni maqsad qilgan bo'lsa kerak. Men sendan o payg'ambar gollamchilik qilib baqqanmi deb so'rsam, yo'q deb javob berding. To'g'ri, payg'ambarlar hargiz gollamchilik qilmaydi. Men sendan o payg'ambar sizlarni nimaga buyuraydi deb so'rsang,
Sorsam, sen o peygamberning yegana Allohga ibodat qilishinglarni, Allohga hech narsani sherik keltirmasliginglarni buyuradiganligini, butga ibodat qilishdan cheklaydiganligini deding. Shundaqla namoz, rostchilik, iffetlik bo'lishga buyuradiganligini deding. Agar mushu degan gaping rost, haqiqat bo'lsa, bu payg'ambar mening mushu putim dasab turgan joyimni egallaydi deb shunaq dedi. Haqiqatan shunaq bo'ldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamningki davriniki oxirlarida masalan Rimliklar bilan urushdi. Umar ibn Xattobning zamonasiga kelgan vaqtida mush Eliya Baytul Maqdisni egalladi masalan Umar ibn Xattob. Men bu payg'ambarning chiqadiganligini haqiqatan bilatdim. Lekin bu zotning sizlardan chiqadiganligini o'ylab boqmabdiganman. Agar uning huzuriga berishni biladigan bo'lsam yoki bora olgan bo'lsam, uning bilan cho'qim uchirish uchun qanchalik jafo bo'lsa tortishga men tayyor edim. Agar u payg'ambarning huzurida bo'lsam, uning putlarini yug'an bo'latdim dedi. Bu odamni men bora olgan bo'lsam degan so'zdan bu o'zidan qo'rqayotgan, ensirayotgan bir holatmi bor. Chunki buning atrofida buni ko'zib turayotgan askarlar bo'ldi, qo'mondonlar bo'ldi, chirkovning poplari bo'ldi. Bu o'ziniki bir qism olimlar debdi. Bu o'zining o'lib ketishdan ensirgan deb. Ammo payg'ambarimizning payg'ambar ekanligini bilgan, shu qadar uchtirish orzusi bo'lsa-mu, hamda huquq, mansab, dunyo orzusi buni bu yerga kelishga nasib qilmagan. Musulmon bo'lishdimi bu nasib bo'lmagan hamda. Ondan payg'ambar alayhisolatu vasallam Dihyatul Kalbidan Busraning valisiga avatgan xatni ekranga dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Dihyatul Kalbini shu Busraga avatgan. Busra hozirgi shu Damashqqa 100 kilometr kelgan qadimiy Rimniki poytaxti. Hozir 2000 yillik tarixga ega binolar hozir qadar shu Busrada bor. Bu xatni bu Yaraqliga sundida odamlar. O xatdagi bor narsalarni o'qib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o xatining mazmuni tuvandikcha. Nayet şefqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Allohning bandisi va elchisi Muhammaddan Rum kattisi Herakliga. Bu payg'ambarimiz Rum podshohi degan gapni qilmadi. Faqat lekin hamda hurmat ustidan uning qalbini utish asosida hamda kattisi buyuki degan lug'atni ishlatdi. Hidoyatga ergashganlarga salom bo'lsin. Xulasi kalom, men seni islom da'vatiga, ya'ni iymonga chaqiraman. Musulmon bo'lgin, sen salomat qolasan. Alloh taolo sana 2 hassilab ajr berdi. Agar sen da'vatdan yuz o'rsang, sana Arisillarning gunohi sening ustingga yuklandi dedi. Arisillar degan hamda dehqonlar degan gap, ya'ni avom xalqining gunohi sana bo'ladi demakchi. Anda tövendeki ayetini okudu da Estaizu billah ya ehlel kitabi ta'alev ila kelimetin sevâin beynena ve beynekum alla na'buda illallah ve la nuşrike bihi şey'en ve la yettehize ba'zuna ba'zen erbaben min dunillah fe in tevellev fekul işhedü bi enna muslimun. Bu ayetteki mezmunu tövendikçe ey ehli kitaplar dedi, yani Yahudiler, Hristiyanlar demekti de biz özara bir ortak bir sözgü kileyle yani ortak bir itiqad kileyle, itiqadını taşlanlar, bir itiqad yaşayla, Allah'tan başka ibadet kılmayla, Allah'a hiç nesin şerik keltirmeyle, birimizni Xudasız Xuda tutuvanmayla, Tanrı kılıvanmayla degen. Eğer bu sözge kemme ular yüz örse, bizning Müslüman ekanligimizga guvoh bo'linglar deb qo'ygan degan oyat bu hamda. Shunaq deydi. Hamda Heraklar o'zining deydigan gapni hamma deb bo'ldi. Hamda xatni o'qib bo'ldi. Shu vaqtda hamda shu ovozi ko'tirishib, bir-biri bilan qo'l shiltonlashib, qattiq ovozda ko'payib ketdi-da. Biz chiqatdik hamda. Bizni ham chiqarib o'tdi bu yerda. Shunda biz chiqatgan vaqtimda men bilan birga tijoratga borgan hamrohlarimga men shunday dedim deydi. Bu Ebu Kebşining bolasining ishi yomon cho'ngib ketibdi ya deb shunday dedi Abu Sufyan. Ebu Kebşa degan payg'ambarimizning bir cho'ng bo'g'larining biri. Bu yerda Abu Sufyan yana payg'ambarimizning cho'ng dadasining mashhur cho'ng dadasining ismini demay, jiroq, mashhur bo'lmagan bir cho'ng dadasining ismini da'vatidi.
Bu mu yani peygamberimizin bir xil ko'ranmagandek bir avvaldagi deyilgan gap endi. Kafir vaqtida bu hamda. Hatta buningdan bu siriqtilliklarning podshohi mansiraydi ekan dedi. Hamda rimliqlarni ayni vaqtida bu Bani Asfar siriqtilliklar deb ataydi. Men shuningdan beri ishinib keldim dedi. Bu cho'qim g'alaba qildi ekan, Muhammad g'alaba qildi ekan deganga ishondim dedi. Abu Sufyanning gapi. Hatta Alloh taolo mening qalbimga bu islomni nisbatdi. Bu yerda nimishqa bularni Bani Asfar deydi deganda ulamolar xilma-xil qarashini debdi. Birinchisi bu ayni vaqtida hamda ularniki eng cho'ng bovusi rimliqlarniki. Rum ibn Ays degan odam Habashistonning yani qartalliklarning podshosining bir qizini elib, shunda tug'ilgan bola hamda oq bilan qora rangdirak orliqda tug'ilgachqa buni siriq deb atagan. Ba'zilar hamda cho'ng onasi rimliqlarning cho'ng onasi demoqchi. U bo'lsa İbrahim Alayhissalomning ayoli Sara ayni vaqtida bunda oltin bilan aytdi zibzunnatni esib qilgachqa sapsiraq ko'ringanda hamda shu nimalari taqilgan oltin zibzunnatlari. Shundan buni Asfar deb atagan deydi. Vallohu a'lam. İliyaning amiri hamda Baytul Maqdisning amiri Ibn Nazir degan kishi shu vaqtdagi Amerikanda Herakla va ikkisi Shamniki nasoralarga bir popgan bo'la shu vaqtda. Shularning diniy ishlariga mas'ulda. Bu Ibn Nazir degan kishi so'z qilib hamda Herakla shu vaqtda Baytul Maqdis kelgan vaqtda bir kunsa nihoyatdan ichki siqilgan holatda qo'paptida. Uning ba'zi shu poplari mundaq debdi. Toz kayfiyating yaxshi emas, sen bir o'zgarish bor deb shunaq debdi-da, atrofdagi vazir poplar hamda. İbn Nazir yani shunaq dedi. İbn Nazir hamda bu kishi o'sha Herakliniki savoqdishi, ham shu xristian diniga yetishga o'lamash, savoqdash bir-biriga. Davomli shu Baytul Maqdisga kelsa, o'sha odam bilan birga turdigan. Bu odam shunaq dedi. Herakla shu yulduzlarga qaraydigan bir kohin edi deydi. Munajjim ekanda. Uning oldiki savolni so'radi-da, bizga kayfing yaxshi emas qo'y degan savolni so'rgan vaqtida Herakla ularga javob berib, atrofdagi o'zining qo'mondonlarga mundaq debdi. Bugun kecha men yulduzga qarsam, shu xatnisini qildigan ummatning podshohi bugun maydonga kelibdi. Ya'ni shu payg'ambar bo'lib kelibdi. Bu ummatning ichida kim xatnisini qiladi deb shunaq debdi. Deganki u atrofdagi askarlari, vazirlar javob berib, faqat mush yahudiylar ham xatnisini qildi deb shunaq deb javob berdi deb bo'lib ensirma ularning ishidan u yahudilarni bek ensirishning hojati yo'q deb. Chunki yahudilarni bular hamda rimlar burun chiq azgan hamda. Bu vaqtida yahudilarniki jiq hamda so'lti yo'q, davlati yo'q ayni vaqtida. Sen shu o'zingning podshohlik ilkingdiki yerlarga, shaharlarga odam evatib xat yozgan, shular shu senin jutonda bahsindeki memleketteki bütün Yahudilarni ular öldürüversin dedi. Arada ular şu mesleğet bilen buluvatkan aralıkta Heraklining huzuriga bir odam keldi-da, bu G'assanning podshosi Payg'ambar alayhisolatu vasallamniki xabarlarini ma'lumot qilib yo'llab avatgan odam ekan. Bu G'assanning podshosi G'assanilar o'zi arablardan bo'lam, Sham arablaridan, ammo bular mush Rimga biqinadigan Araplar, o'zi Hristiyan Araplar. Bu bağa adı Peygamberimizdeki büyük sahabelerden Adi ibn Hatim. Belki Adi ibn Hatim bu o'ziki qavmining bir qismi musulmon bo'lib, bu odam qochib ketgan kafir peti. Keyin ochsimi yo singlisininkı da'vat bilan qaytib kelib musulmon bo'lgan. Musharliqda Shamga qochgan. Shu Shamga qochib ketgan vaqtlarda degan so'zlar bo'lishi mumkin. Menlar qarab tekshirib qo'yinglar. O xatnisini qilaylikmi, qilmaganmi deb ular darhol qarab vaqtida shuni bilan o'ziki odamlari bu xatnisini qilgan ekan deb javob berdi. Bu odamdan arablar haqida so'radi-da, Adi ibn Hatim bo'z kerak bundan. Deganki arablar ham xatnisini qildi dedi. Endi bu xatnisini qilish bu bir fitrat bu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni fitrat degan. Fitrat deganimiz mesela insonniki shu mijozida, tabiatida singib ketgan bir yaxshilik tarafdagi bir ish demakda. Herakli shunaq dedimda.
Mana mushu adam, mushu ummatning, mushu millatning, mushu ummatning podshosi mushu bo'ladi, mushu maydonga kelibdi dedi. Ondan Herakla Rimdagi o'zining bir do'stiga xat yozdi. Bu shu vaqtdagi oyatda Rimning katta ulamolaridan hisoblanadigan odam ekanda. Bu odammi mushu Herakli bilan ilmda barobar odam ekan. Herakla darhol Hims qarab maqdi. Hims hozirgi Suriyadagi Himsa. Asli mushu Suriya, Falastin, Misr shu zaminlar mushu Rimning zaminlari edi ayni vaqtda. Turkiya masalan. Herakla Rimga bormay Rimga avatgan Rimdagi do'stidan xat keldi-da. Bu Heraklaniki fikri bilan o'xshash. Yana bu payg'ambar chiqibdi degan o'xshash ra'yini ko'z qarashini ifodalagan xatni avatdi. Shu cho'qim shu payg'ambar shukan dedi. Shuning bilan Herakla darhol Rimningki shu vaqtdagi vazir, vuzurolari, cho'ng askar qo'mondonlari hammasini Himsda cho'ng bir saroyga yig'ib darhol bir yig'in ochdi-da. Ishni taqab qo'yinglar deb taqab qo'ydi. Ondan shunda ko'zdan ko'chirib ularga qarab bundoq dedi. Ey Rimliklar, sizlar g'alaba qozong'inglar bormi? Futuq qozong'inglar bormi? Podshohinglar, mulkinglar, sizlarning shu podshohliginglar mengu davomlashishni istamsizlar, orzu qilamsizlar. Arzuinglarga yetmoqchi bo'lsanglar, mushu payg'ambarga bayat qilib ergishinglar dedi. Bu poplar, bu yig'in ichayotgan, bu yig'inning ichidagi odamlarning hammasi shu yov eshakdek ishiklarga qarab chiyqirishib, shu ishik tarafga mangdi-da. Ya'ni buning gapini xo'shaqmidi, anglamidi bu yerda. Ham bu yerda shu Herakla ishikning ichida-da undaqda yana. Bu shu ishik tarafga jug'urib berishi hamda Heraklning so'zi yoqtirmay hujum qilish istikida jug'urib beradiq bu yerda. Lekin u bo'lsa ishik etiglik, taqoqliq bu yerda. Herakla hamda ularningki bu nafratini ko'rgan vaqtida ularning iymon etishdan umidni uzib mundaq dedi. Ularni qaytarib kelinglar, o'z joyiga o'tag'izinglar deb mundaq dedi. Men hozirgi gapimni dedim. Bu orqali men sizlarning qanchalik diyonatlik, dininglarga qanchalik ishonchinglar borligini men sinab boqmoqchi. Men avolinglarni ko'rib yetdim. Degandek bu odam yana bu yerda darhol agar imo etgan bo'lsa vallohu alam imo etishi mumkin-da. Bu o'ziniki qavmining kattalari, ulamolari, qo'mondonlari iymon etish orzusi bo'lmaganlikdan darhol gapni o'zgartiriblar bu odam. Ammo endi yuqori keldi-da. Shunlar bular hammasi o'ningda razulab, sajda qilib, ta'zim qilishib ketdi. Bu Herakliniki hamda eng oxirgi ishi mushu. Yani payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan bo'lgan Rasulullohning xatiga bergan javob qarta bo'lgan ifodalari mushu, eng oxirgi ifodalari mushu. Bu hadisni Salih ibn Kaysan, Yunus, Ma'mar, Zuhri'dan rivoyat qilgan. Oldidagi ravilar rivoyat qilgan, Salih ibn Kaysan bu boshqalarmi Imom Zuhri'dan rivoyat qilgan. Biz bu Herakliniki bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki xatiga qarta bergan ifodalari, bu javoblardan bu odamniki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki payg'ambar ekanligini o'zi biladi ekan. Masalan, Rimdagi og'inisi, do'stimi, nihoyat yaxshi biladi ekan. Ammo podshohlik mansibi, dunyolik tamo orzusi bu odamni iymon halovatidan, oxiratninki g'albisidan mahrum qo'ygan ekan. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.